aziz va muhtaram futbol muxlislari, O'zbekiston terma jamoasining navbatdagi o'yinini sabrsizlik bilan, entikib, katta qiziqish bilan kutib o'tirgan qadrli futbolsevar do'stlar. Yana bir necha daqiqalardan so'ng O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o'rtasidagi chorak final uchrashuvi boshlanib, navbatdagi futbol spektakli sizlarga muntazir bo'ladi. Mana e'tiboringizda O'zbekiston bayrog'i, o'zbekistonlik futbol muxlislari Indoneziyaga tashrif berib, hozir terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Osiyo qit'asining 4 mamlakatida davom etayotgan 14-Osiyo Kubogi bahslarida kuchlilarning eng kuchlilari aniqlanmoqda. Yarim finalga chiqqan 3 ta terma jamoaning nomlari ma'lum: Yaponiya, Iroq va hozirgina o'zingiz guvohi bo'ldingiz, Janubiy Koreya terma jamoasi. Hozir Indoneziya poytaxti Jakartadagi Bung Karno stadionida bo'lib o'tadigan va biz uchun nihoyatda muhim bo'lgan ana shu uchrashuvdan so'ng 4-yarim finalga chiqqan terma jamoaning nomini bilib olamiz. 100 mingdan ziyod tomoshabinni o'z bag'riga sig'dira oladigan Bung Karno stadionida o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Asosan O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari muxlislari o'tirishibdi. Albatta, har ikkala terma jamoa muxlislarining soni deyarli barobarligi ko'rinib turibdi. Lekin shuni ham aytib o'tishimiz kerak, Saudiya Arabistonida 23 millionga yaqin aholi o'z terma jamoasini qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa, O'zbekistonda 26 milliondan ziyod aholi butun O'zbekiston terma jamoasini astoydil qo'llab-quvvatlashi turgan gap. Telegram qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Demak, har birimiz uchun, hammamiz uchun hayajonli daqiqalar boshlanadi. Bugungi uchrashuvni avvalo aytib o'tishim kerak, Janubiy Koreyalik hakam Kwon Yong-chul boshqarib boradi. Har ikkala terma jamoa a'zolari bugun haqiqatan ham o'zlarining eng kuchli tarkiblari bilan harakat qilishsa turganga, chunki uchrashuvning ahamiyati juda ham katta. Albatta biz bu haqda yana keyinroq to'xtalib o'tamiz. Sababi hozir birinchi navbatda muxlislarimizni har ikkala terma jamoa tarkibi qiziqtirayotgan bo'lishi tabiiy. Demak, yana bir necha daqiqalardan so'ng Kwon Yong-chul har ikkala terma jamoani yashil maydonga boshlab chiqadi. Biz esa keling fursatdan foydalanib har ikkala terma jamoa tarkibini sizlarga yetkazib o'tsak. O'zbekiston terma jamoasidan boshlaymiz albatta. Darvozabon 12-raqamda Ignatiy Nesterov, Paxtakor. Demak, bu safar ham darvozada Ignatiy Nesterov turadi. 2-raqamda Xayrullo Karimov, Mashal. 4-Aziz Ibragimov, Slovan. 17-raqamda Aleksey Nikolayev, Aktobe. 19-Islom Inomov, Paxtakor. 28-raqamda Anvar G'ofurov, Mashal. Demak, 4 ta himoyachi. Baribir Rauf Inileyev 4 ta himoyachini maydonga tushirishni ma'qul deb bilgan. 7-raqamda Aziz Haydarov, Quruvchi. 8-chi Server Jeparov, Paxtakor. 18-raqamda Timur Kapadze, Paxtakor. 23-chi Vitaliy Denisov, Dnepr va 16-raqamda Maksim Shatskix, Dinamo Kiyev. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi va har ikkala terma jamoa a'zolari hozir yashil maydonga chiqib kelishyapti. Demak, qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston terma jamoasi uchun nihoyatda muhim bo'lgan uchrashuv boshlanish arafasida. Julio Cesar dos Anjos Saudiya Arabistoni terma jamoasini ana shu bahslarga juda ham ajoyib tarzda tayyorlay olgan braziliyalik murabbiy hozir sekin asta o'z joyini egallaydi va fursatdan foydalanib endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibini tanishtirib o'taman. Darvozabon 1-raqamda Yosir Al-Musaylim. Demak, Julio Cesar dos Anjos xuddi oldingi tarkibni mana o'zbekistonlik muxlislarni ko'rib turibsiz. 5-raqamda Majid Al-Amri, 7-chi Komil Al-Musa, 15-chi Ahmad Al-Bahoriy, 19-chi Volid Jahdali, 14-raqamda Said Hariri, 16-chi Xolid Aziz, 18-raqamda Abdurrahmon Al-Qahtoniy va 20-raqamda Yosir Al-Qahtoniylar maydonda harakat qilishadi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi muxlislarini ko'rib turibsiz. Ana shu Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchilarining o'rtacha yoshi 26 yoshni tashkil etsa, O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarining o'rtacha yoshi 24,5 yoshni tashkil etadi. Demak, bu borada
biroz yoshroq bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'ylaymizki, bugun millionlab futbol muxlislarimiz kutgan o'yinni namoyish eta olishadi. Mana Bunkarno stadionini ko'rib turibsiz. 1962-yili barpo qilingan ana shu stadion 3 qavatdan iborat. Usti yopiqlik bilan ham boshqa stadionlarga qaraganda ajralib turadi. Ham Bunkarno stadioniga bugun mana o'zbekistonlik futbol muxlislari ham, Saudiya Arabistoni terma jamoasi muxlislari ham tashrif buyurishgan. Haqiqatan ham stadiondan turib terma jamoani qo'llab-quvvatlash bir o'zgacha. Demak, Julio Cesar dos Anjos menimcha har ikkala terma jamoa murabbiylari ham, har ikkala terma jamoa futbolchilari ham hozir juda katta hayajonda bo'lishi turgan gap va muxlislarimiz ham mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, har ikkala terma jamoa a'zolari hozir yashil maydon sari odimlashmoqda. Islom Inomov, bugun albatta biz Islom Inomovni mana ko'rishimiz mumkin edi va kutganimizdek oldingi uchrashuvni o'tkazib yuborgan Islom Inomov bugun yana yashil maydonga qaytadi. Murabbiylarimiz ekraningizda Mirjalol Qosimov, Rauf Inileyev. Haqiqatan ham bugun futbolchilarimizni jiddiy jangga tayyorlay olishgan deb umid qilib qolamiz va qadrli futbol muxlislari, Saudiya Arabistoni hamda O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanish arafasida turibdi. Bilasizmi, har ikkala terma jamoada ham o'ziga xos yo'qotishlari borligini aytib o'tishimiz kerak. Ulug'bek Boqoyev bugun maydonga tusha olmaydi. Futbol muxlislarimizga yaxshi ma'lum. O'sha oldingi uchrashuvda Malayziya terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda ham va Xitoy terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda ham Ulug'bek Boqoyev sariq kartochka bilan ogohlantirilgan va bugun ana shu uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Albatta Rauf Inileyev, biz futbol muxlislari to'g'ridan to'g'ri efirdamiz va muxlislarimiz buni to'g'ri tushunishadi degan umiddamiz. Rauf Inileyev ana shu Ulug'bek Boqoyevning o'rniga boshqa bir futbolchini maydonga tushirishini biz ham kutmoqdamiz. Sababi sizlarga yaxshi ma'lum, Ulug'bek Boqoyev O'zbekiston terma jamoasining tajribali hujumchilaridan biri hisoblanadi, lekin biz mana tarkibni ko'rib turibmiz. Bugun Rauf Inileyev ana shu uchrashuvning asosiy tarkibida faqatgina Maksim Shatskixni tushirgan. Demak, bitta hujumchi bo'lib himoyaga e'tiborni qaratgan holda Rauf Inileyev maydonga o'z shogirdlarini tushirmoqda. Maksim Shatskix O'zbekiston terma jamoasining sardori va hozircha ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslarida to'purarlar ro'yxatidan joy egallagan futbolchi. Hozir har ikkala mamlakat madhiyalari yangraydi va ana shundan so'ng uchrashuv boshlanadi. The national anthems of Uzbekistan. Selanjutnya lagu kebangsaan dari Uzbekistan. Qadrli futbol muxlislari, haqiqatan ham O'zbekiston madhiyasi ancha zavqli eshitiladi. Rauf Inileyevni siz ekraningizda ko'rib turibsiz. Biz yuqorida aytib o'tdik, haqiqatan ham bugun nafaqat futbolchilar, balki murabbiylar ham juda katta hayajonda. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz va hozir har ikkala terma jamoa a'zolari bir-birlarini ana shunday tabriklagan holda uchrashuvni boshlashga tayyor turishdi. Yana bir bor ta'kidlab o'taman, hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibi ekraningizda.
namoyish etilyapti va futbolchilar qaysi chiziqlarda to'p surishlari. Bugungi uchrashuvni Janubiy Koreyalik hakam Kwon Yong-chul boshqarib boradi. Va futbol muxlislarimizga yana shuni aytib o'tishim kerak. Kwon Yong-chul esingizda bo'lsa, 2004-yili O'zbekiston va Bahrayn terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni ham boshqarib borgan. Va o'sha uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari penaltilar seriyasidan mag'lubiyatga uchrashgan edi. Qizig'i shundaki, aynan 2004-yili Iroq va O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari o'rtasidagi bahs ham aynan Kwon Yong-chulning chekiga tushgan edi. Ya'ni o'sha uchrashuvda esingizda bo'lsa, Genrix tomonidan kiritilgan gol O'zbekiston terma jamoasiga g'alaba keltirgan. Guruh bahslarida barcha uchrashuvlarni 1-0 hisobda g'alaba qozongan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari chorak finalda Bahraynga mag'lub bo'lishgan edi. Demak, ikkita uchrashuvda Kwon Yong-chul boshqarib borgan. Bugungi bahsni ham aynan o'sha Janubiy Koreyalik hakam Kwon Yong-chul boshqarib boradi. Aynan ana shu hakam hozir ekraningizda. Kwon Yong-chulga Jon Hang-san, Janubiy Koreyalik hakam Jon Hang-san va Singapurlik Yu Min Tanlar yordam berishadi. Demak, qadrli futbol muxlislari, har ikkala terma jamoa a'zolari ham bahsni boshlashga tayyor turishibdi. Rauf Inilev bugun o'ylaymizki, to'g'ri taktika qo'llay oladi. Saudiya Arabistoni terma jamoasiga a'zolariga qarshi va biz yuqorida aytib o'tdik, Ulug'bek Baqoyevning ham yo'qligini bildirmaslikka harakat qilishadi. Aziz Ibragimov ekraningizda. Fursatdan foydalanib shuni ham aytib o'tishim kerak. Aziz Ibragimov kecha o'zining tug'ilgan kunini nishonlagan ana shu futbolchimiz Slovan jamoasi a'zosi 21 yoshga to'ldi. Va o'ylaymizki, ana shu o'zining tug'ilgan kuniga bugun ajoyib sovg'a tayyorlay oladi. Maksim Shatskix ham, albatta Maksim Shatskixdan muxlislarimiz ham, murabbiylarimiz ham juda katta umid bog'lashgan ana shu futbolchiga. O'ylaymizki, ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslarida o'zini nimalarga qodir ekanligini namoyish eta oladi. Yosir Al-Qahtoniy ekraningizda. Bu futbolchi ham Saudiya Arabistoni terma jamoasining eng yaxshi futbolchisi hisoblanadi. Juda ham yuqori driblingga ega. Hozir Aziz Ibragimov to'pni Maksim Shatskixga yetkazib beradi va uchrashuv boshlanadi. Aleksey Nikolayev 14-Osiyo Kubogi bahslarida hozircha uchrashuvlarni yomon o'tkazmayapti. Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida ham bitta yo'qotish bor deb aytib o'tdim. Omar Al-Gandi hozirgacha jarohati bitmagan va bugun ham Julio Cesar dos Anjos ana shu futbolchining yordamidan foydalana olmaydi. Lekin shuni ham aytib o'tishimiz kerak, o'tgan uchrashuvda Bahrayn terma jamoasidan bo'lgan uchrashuvda maydonga tusha olmagan Xolid Aziz bugun maydonda harakat qila oladi va aynan Dos Anjos uchrashuvdan oldin ana shundan mamnunligini bildirib o'tdi. Kwon Yong-chulning xushtagi chalinadi. Qadrli futbol sevar do'stlar, teleekran qarshisiga yaxshilab joylashib olganingiz muqarrar va birgalikda O'zbekiston hamda Saudiya Arabistoni terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni kuzatishni boshlaymiz. Demak, yaxshi niyatlar bilan uchrashuvni boshlaymiz. O'yin boshlandi va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yinni boshlab berishdi. Maydonning o'ng tomonida ko'k rangli kiyimda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari, maydonning chap tomonida oq rangli kiyimda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari harakat qilishmoqda. Diqqat bilan menimcha o'zingiz fahmlagan ham bo'lsangiz kerak, bugun O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ko'k rangli kiyimda maydonda harakat qilishyapti, xuddi o'sha birinchi uchrashuvda bo'lgani kabi. Nikolayev to'pni oldinga yetkazib berdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Denisov to'p uchun kurashda. Yon chiziqdan to'p tashlab beriladi va futbolchilarimiz ana shunday huquqqa ega bo'lishmoqda. Vitaliy Denisov ham jarima bandchasi ichiga to'pni tashlay oladi. To'p tashlab berildi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir to'pni egallab olishgan edi, lekin so'nggi pallada himoyachilar to'pni qaytarishga muvaffaq bo'lishdi. Temur Kapadze bu safar ham hujumchilarga yordamga yetib kelgan edi. Demak, yon chiziqdan endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishlari kerak. Malik Moazga nisbatan hozir futbolchilarimiz ana shunday to'p uchun kurash olib borishdi. Dos Anjos o'z shogirdlariga ko'rsatmalar berishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchilari to'pni egallab olishdi. Hozircha o'ng qanotda ular oldinga qarab borishmoqda.
Va albatta himoyachilarimiz bu vaziyatda ancha aniqroq harakat qilishlariga to'g'ri keladi. Hozir juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Aziz Haydarov to'p uchun kurashda. Yo'q, mana endi hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishda. Aziz Ibragimov to'p uchun kurash olib borgan edi. Uchrashuvning boshidanoq har ikkala terma jamoa a'zolari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda. Chap qanotda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Xavfli vaziyat, darvoza bo'sh va uchrashuvning boshidayoq Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir hisobni ochishga muvaffaq bo'lishmoqda. 18-raqam ostida harakat qilayotgan futbolchi bu vaziyatda ancha yaxshi harakat qilganini aytib o'tishimiz kerak. Abdurahmon Al-Qahtoniy chap qanotdan hujumni boshlab berdi. Avvaliga bir futbolchini aldab o'tdi va to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. Takroriy lavhani ko'ramiz. Darvozabon to'pni qaytarishda biroz xatolikka yo'l qo'ygan edi. Anvar G'ofurov ham mana futbolchini o'tkazib yuborgan va Timur Kapadze ham bu vaziyatda yordam bera olmadi. Albatta Ignatiy Nesterov ana shu vaziyatda kutilmaganda to'pning bunday o'tib ketishini, hattoki mana Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisi ham to'pning yo'nalishini o'zgartirgan ekan va 20-raqam ostida harakat qilayotgan Yosir Al-Qahtoniy Saudiya Arabistoni terma jamoasi sardori uchrashuvning boshidayoq o'z terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Bu Yosir Al-Qahtoniyning ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslaridagi 3-goli. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari albatta endi o'yin suratini o'zgartirishlariga to'g'ri keladi. 3-daqiqada demak hisob ochilgan. Va albatta umid qilib qolamiz futbolchilarimiz ana shu goldan so'ng ruhan tushkunlikka tushmaydi. Balki o'yin suratini o'z qo'llariga, tashabbusni o'z qo'llariga olishlari kerak bo'ladi. Yana to'p Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarida. To'p yana chap qanotga yetkazib berildi. Yana o'sha futbolchi Abdulrahmon Al-Qahtoniy. Bu futbolchi hisobida ham bitta gol bor. To'p jarima maydonchasi tomon yetkazib berilgan edi. Mana endi futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Demak, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari xuddi o'sha Xitoy terma jamoasi bilan bo'lgan holatga tushib qolishdi. Yana esingizda bo'lsa, o'sha uchrashuvda ham faqat futbolchilarimiz raqib darvozasiga to'p kiritishlari talab etilar edi va bu safar ham ana shunday holatga tushib qolishdi. Yosir Al-Qahtonining xursandchiligiga e'tibor bering va hozir uzoq masofadan berilgan zarbadan so'ng to'p darvoza ustuniga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Server Jeparov tomonidan zarba amalga oshirilgan edi. Ana shunday tarzda uchrashuvni davom ettirish kerak. Demak, Maksim Shatskix to'pni Serverga yetkazib berdi. Jeparovning zarbasidan so'ng to'p darvoza ustuniga tekkan holda hozir maydon tashqarisiga chiqib ketgan edi. E'tibor bering, takroriy lavhada ko'rib turibmiz. Bu vaziyatda ochiqchasiga omad O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan yuz o'girdi. Va endi ana shunday tarzda Server Jeparov uchrashuvni davom ettirishni kutib qolamiz. Umuman uchrashuvdan oldin ko'pchilik mutaxassislar ham o'ziga xos fikrlar bildirishgan va bu borada Server Jeparov hamda Timur Kapadzelarning agarda o'yini qovushsa, O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga ancha oson bo'ladi degan fikr mulohazalar bildirilgan. Haydarov to'pni egallab oldi. Maksim Shatskix to'pni biroz orqaroqqa yetkazib berishga majbur. Yana o'zi qabul qilib oldi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bu safar to'p Vitaliy Denisovga yetkazib berildi. Denisov to'pni o'zida saqlab turibdi. Albatta unga yordam berish kerak. Umuman uchrashuvdan oldin har ikkala terma jamoa a'zolari bir-birlaridan cho'chiyotganliklarini yashirishmagan edi. To'p jarima maydonchasi ichida. Hozir o'yin qoidasi buzildi va bu vaziyatda Aziz Ibragimov himoyachiga nisbatan biroz qo'pol harakat qilganligi tufayli Kumon Yongchul o'yinni to'xtatishga majbur bo'ldi. Uchrashuvning ahamiyati xususida biz nimalarni aytishimiz mumkin? Har ikkala terma jamoa a'zolarining o'ziga xos ustunliklari bor. Saudiya Arabistoni terma jamoasining ustunligi, ular Indoneziya havosiga ancha ko'nikishgan va stadionni deyarli o'zlariniki qilib olishgan. Ana shunday bo'lsa-da, yana bir ustunlik tomonlari bor. Hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Futbolchilar bu safar to'pni qaytarishdi. Sizlarga yaxshi ma'lum,
Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari uchrashuvlarni, guruh bahslarini ana shu stadionda o'tkazishgan. Faqatgina bitta uchrashuvni Palembang stadionida o'tkazishgan edi. Yana bir hujum. Bu safar Ignatiy Nesterov o'z o'rnida. Ko'pincha Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hujumlarni chap qanotdan uyushtirishyapti. Abdurahmon Al-Qahtoniy ana shu hujumlarda ishtirok etyapti. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Aziz Ibragimov. Hozir Aziz Ibragimovga biroz tezlik yetishmadi. Ana shu vaziyatda to'pni o'zida yaxshi qabul qilib olganida keling takroriy lavhani kuzatamiz. Va himoyachilar ham hozir yordamga yetib kelishgan ekan. Agarda Aziz Ibragimov to'pni o'zida saqlay bila olganida albatta yana bir xavfli hujum uyushtirishlari mumkin edi. Rauf Inileyev, Mirjalol Qosimov. Lekin o'yinning borishiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari baribir o'zlarini ancha erkin his qilishmoqda. Hozircha 2 marotaba hattoki xavfli vaziyatlar sodir etishga muvaffaq bo'lishdi. Denisov Yonsiqdan to'p tashlab beriladi. Yo'q, bu safar futbolchilarimiz to'pni egallab olisha olmadi. Biz Saudiya Arabistoni terma jamoasining o'ziga xos bo'lgan ustunliklari xususida gapirayotgan edik. Demak, yana bir ularning ustunliklari shundan iboratki, ular Osiyoda 5 Osiyo Kubogi bahslarida 5 marotaba finalga chiqishgan, 3 marotaba chempion bo'lishgan va 4 marotaba jahon chempionati final qismiga ham chiqib ana shu jahon chempionati bahslarida qatnashgan. Demak, tajriba ularning ikkinchi ustunliklari bo'la oladi. O'zbekiston terma jamoasining ham o'ziga xos ustunliklari bor. Yodingizda bo'lsa 2004-yili Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan biz guruh bahslarida to'qnashganmiz va 1-0 hisobida g'alaba qozonganmiz. Geynrix gol urishga muvaffaq bo'lgan edi. Futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. O'ng qanotdan Islom Inomov to'pni jarima maydonchasiga yetkazib berdi. Darvozabon Yosir Al-Musaylim bu safar to'pga chiqishda bexato o'ynadi. Demak, O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida ruhiy ustunlik bor deb ayta olamiz. Va yana bir ustunlikni juda ko'pchilik mutaxassislar aytishmoqda. Bu o'sha biroz shakllangan terma jamoasida standart vaziyatlarda ustunlik oldingi uchrashuvlarda ham yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Va Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida bu yilgi ana shu bahslarda Sami Al-Jabr ham, Navaf Al-Temiyotlar ham yo'qligi balki bizning foydamiz bo'lar. Hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana to'pni egallab olishdi. To'pni oshirishda xatolikka yo'l qo'yishdi. Denisov. Yo'q, Denisov ham biroz shoshilib qolganligini aytib o'tishimiz kerak. Hozir Maksim Shatskix tomon to'pni yo'llagan edi. Umuman o'yindan oldin mahalliy bukmekerlarning fikr mulohazalari ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin. Bu borada 60 ga 40 Saudiya Arabistoni terma jamoasi foydasiga fikrlar bildirilgan, lekin aynan ana shu fikrga Rauf Inileyev qo'shilgani yo'q va ana shu bahsda hech ham Saudiya Arabistoni terma jamoasini favorit deb hisoblamayman. Men 50 ga 50 deb baholagan bo'lardim degan fikr mulohazalarini bildirgan. Hozir Xayrulla Karimov bu vaziyatda qanday harakat qilganligini ko'rdingiz. Yasir Al-Qahtoniy tajribali hujumchi bu vaziyatda ana shunday tarzda harakat qildi va saudiyalik futbolchilar hozir jarima to'pi tepish huquqiga ega bo'lishmoqda. Yana himoya chizig'imiz hozir albatta to'pning yo'nalishini albatta kuzatib borishlari kerak bo'ladi. Nikolayev Saudiya Arabistoni terma jamoasining bir qancha futbolchilari jarima maydonchasi ichiga yetib kelishdi. Bong Yongchul hozir o'z yoniga Aziz Haydarovni chaqirmoqda. Agarda yana shunday harakat qilsa, sariq kartochka ko'rsatishini aytib o'tdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Ignatiy Nesterov bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Said Haririy boshi bilan to'pni raqib darvozasi tomon yo'naltirgan edi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Takroriy lavhani kuzatamiz. 3 ta futbolchi ichida Said Haririy to'pning yo'nalishini o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. Va Ignatiy Nesterov bu safar yaxshi harakat qilganligini ko'rdik. Abdurahmon Al-Qahtoniy to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p tepib berildi. Himoyachilarimiz to'pni albatta jarima maydonchasi yaqinidan uzoqlashtirishlari kerak. Maksim Shatskix to'p uchun kurashda o'yin qoidasi buzildi. 12-daqiqa o'tib bormoqda. Hisob 1-0 oldinda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari.
kechagi uchrashuvda ham Iroq va Vyetnam terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ham 3-daqiqada Iroq terma jamoasi a'zolari hisobni ochishga muvaffaq bo'lishgan edi. Yo'q, Aziz Ibragimov to'pga yetib kela olmadi. Yosir Al-Musaylim endi hozir to'pni o'yinga kiritib beradi. Albatta endi uchrashuvning qolgan vaqt mobaynida Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari biroz erkinroq harakat qilishlari mumkin. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni qaytarishdi va chap qanotda saudiyalik futbolchilar to'pni egallab turishdi. Mana bu vaziyatda hozir to'p uchun albatta astoydil kurashni davom ettirish kerak. Bu safargi hujumni saudiyalik futbolchilar o'ng qanotdan uyushtirishyapti. Yo'q. Yana o'sha futbolchi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari tashabbusni o'z qo'llariga olish uchun astoydil harakat qilishmoqda. Hujum esa davom etadi. Denisov yaxshi harakat qildi. Aziz Ibragimov. Kapadze. Endi esa orqaga qaytish kerak. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Kon Yongchul hozirgi vaziyatda hech qanday o'yin qoidasi buzilmagan deb topdi va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir to'pni bir-birlariga aniq yetkazib berishmoqda. Bu safargi hujum o'ng qanotdan uyushtirilyapti. Inomov juda ham yaxshi. Hozir Denisovda yaxshi imkoniyat va Vitaliy Denisov. Menimcha u to'pni tepish kerak edi. To'pni to'xtatmasdan turib zarba amalga oshirilganda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 3-bor yaxshi imkoniyatga ega bo'lishmoqda, lekin har safar ham mana shu imkoniyatlardan foydalana olisha olmayapti. Mana e'tibor bering, Vitaliy Denisov. Himoyachi bu vaziyatda hech qanday o'yin qoidasini buzgani yo'q. Vitaliy Denisov o'z muvozanatini saqlab qola olmadi. Umuman uchrashuvdan oldin hozir o'yin qoidasi buzildi va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Uchrashuvdan oldin Rauf Inileyev yana shuni ham ta'kidlab o'tgan ediki, agarda qaysi terma jamoada g'alabaga bo'lgan xohish ko'proq bo'lsa, o'sha terma jamoa yarim finalga chiqadi degan fikr mulohazalarini bildirgan. Hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yana to'pni o'zlarida saqlab turishibdi. Yo'q, bu safar Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana to'pni egallab olishdi. Umuman mana shu Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarida 3-4 futbolchi oldingi uchrashuvlarda ham gap qol ajralib turishgan edi. Mana har ikkala Qahtoniy, Komil Musa va ana shu futbolchilar bugun ham o'zlarini nimalarga qodir ekanliklarini namoyish etishmoqda. Abdurahmon Al-Qahtoniy tomonidan zarba amalga oshirilganligini ko'rdik. Julio Cesar dos Anjosni biroz avval sizlarga namoyish qilishdi. Uchrashuvdan oldin ana shu murabbiy ham o'z fikr mulohazalarini bildirgan. Haydarov hozir to'pni egallab oldi. Birgalikda O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining ana shu hujumini kuzatamiz. So'ngra men fikrimda davom etishim mumkin. Yo'q, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Julio Cesar dos Anjosning fikricha O'zbekiston terma jamoasi ana shu uchrashuvda xuddi mehmon sifatida harakat qiladi. Bu esa bizning g'alabamizga omil bo'lishi mumkin degan fikrlarni bildirgan. Hozir Aziz Haydarov albatta jarohat olmagan deb umid bildirib qolamiz. O'yinni davom ettirishi mumkin. Bu borada Yosir Al-Qahtoniy bugungi uchrashuvda gol kiritgan futbolchi ham o'z fikrlarini bayon etgan. Biz 2004-yil xatolikka yo'l qo'yganmiz va ana shu xatoni takrorlamaymiz deb va ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslarida o'z oldimizga faqatgina chempionlikni maqsad qilib qo'yganmiz degan fikr mulohazalarini bildirgan. Futbol muxlislarimizga yaxshi ma'lum, O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari shu kungacha 5 marotaba to'qnashgan. Ikkita uchrashuvda o'zbekistonlik futbolchilar g'alaba qozonishgan. Ikkitasida Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining qo'li baland kelgan. Bitta uchrashuv durang natija bilan yakunlangan. Yo'nsiqdan to'p tashlab berildi. Futbolchilarimiz aynan ana shu raqib maydonchasi tomonda to'pni ushlabga harakat qilishlari kerak. Hozir Vitaliy Denisovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi deb topildi. Kun Yongchul
va Server Jeparov jarima to'pini amalga oshiradi. 1-0. 1-0. Esingizda bo'lsa, oldingi uchrashuvlarda Viktor Karpenko to'pni yetkazib bergandan so'ng Shaskix gol kiritgan edi. Diqqat qiling. Yo'q. Hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Anvar G'ofurov to'pni boshi bilan raqib darvoza tomon yo'naltirdi, lekin noaniq. Albatta ancha qiyin vaziyatda turgan edi va ana shu takroriy lavhada ham ko'rishingiz mumkin. Server Jeparov oshirib bergan to'pni Anvar G'ofurov ana shunday tarzda raqib darvoza tomon yo'naltirgan edi. Demak, o'zaro uchrashuvlarni yodga olishni davom ettiramiz. Xirasimada futbolchilarimiz 4-1 hisobida g'alaba qozonishganligini yaxshi bilasiz. 2000-yil Osiyo Kubogi bahslarida Saudiya Arabistoni terma jamoasi 5-0 hisobida g'alaba qozongan. 2004-yil Osiyo Kubogi bahslarida 1-0 hisobida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari g'alaba qozonishgan edi. Bu haqda biz yuqorida ham to'xtalib o'tdik va 2006-yil saralash bahslarida Ar-Riyodda 3-0, Toshkentda esa 1-1 hisobi durang natija qayd etilgan. Anvar Soliyevning golini muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Va sizlarga yaxshi ma'lum, Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari ham o'sha guruh bahslarida ko'pchilikning fikricha omad tufayli navbatdagi bosqichga chiqqan. Indoneziya terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda 92-daqiqada ular raqib darvozasiga to'p kirishgan edi. Futbolchilarimizning hujumi, xavfli vaziyat, to'p tepilib yo'q. Maksim Shaskix tomonidan amalga oshirilgan zarbadan so'ng bu safar ham hozir to'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketmoqda. Maksim Shaskixdan bu safar ham omad yo'girdi. Hozir hakamlar qanday qarorga keladi? So'nggi pallada to'p himoyachilarning biriga tegib o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Takroriy lavhani ko'ramiz. Shaskix tomonidan zarba amalga oshirilgan edi. Yana bir bor ko'rishingiz mumkin. So'nggi pallada to'p hozir himoyachiga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi va darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Server Jeparov to'pni o'yinga kiritib beradi. Darvozabon bu safar yaxshi harakat qildi. To'pga birinchi bo'lib chiqib, Yosir Al-Musaylim to'pni egallab oldi. Umuman Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir diqqat e'tiborni himoyaga qaratishmoqda. Yaxshi imkoniyat. To'pni tepsa bo'ladi. Yana bir marta zarba berildi va bu safar ham Maksim Shaskix tomonidan zarba amalga oshirilgan edi. Said Haririy to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Islom Inomov ana shunday tarzda o'yinni davom ettirish kerak. Yonsiqdan to'p tashlab berildi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishgan edi. Aziz Haydarov to'pni oldinga qarab yetkazib berdi. Yana endi orqaga qaytish kerak. Himoyachilarimiz, hattoki hozir Ignatiy Nesterov ham o'z o'rnini tark etishga majbur edi. Va mana endi himoyachilarimiz to'pni ancha uzoqlashtirishdi. 5 marotaba yaxshi imkoniyatga ega bo'lishdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yana bir hujum, yana o'ng qanotdan Aziz Ibragimov. Maksim Shaskix to'pni o'zida saqlab qoldi. So'nggi pallada himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Ana shunday tarzda o'yinni davom ettirish kerak. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tajriba borasida ham raqiblardan bo'sh kelmaydi deb o'ylaymiz. Haydarov to'pni sherga yetkazib berdi. Jeparov. Juda ham yaxshi imkoniyat. Yo'q, bu safar ham himoyachilar hujum davom etadi. Denisov to'pni o'zida saqlab turibdi. Yonsiqdan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Hisob 1-0 bo'lsa-da, hozircha Maksim Shaskix to'pni sheriga yetkazib berdi. Server Jeparov hozir sherigini yaxshi tushunmadi. Hujum davom etadi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tashabbusni o'z qo'llariga olish uchun astoydil harakat qilishmoqda va hozircha so'nggi 5 daqiqa ichida tashabbus O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tomonidan. Yigirma 21-daqiqa o'tib bormoqda. Haydarov. Yo'q, Aziz Ibragimov bu safar to'pga yetib kela olmaydi. Yosir Al-Musaylim endi hozir to'pni o'yinga kiritib beradi. Said Haririy ekraningizda. Umuman ana shu terma jamoalarni agarda bir FIFA tasnif jadvalidagi o'rinlarini solishtirsak, O'zbekiston terma jamoasi 54-o'ringa chiqib olgan. Saudiya Arabistoni terma jamoasi 61-o'rinda bo'layotganligini ko'ramiz. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Chap qanotdan yana bir hujum. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Zarba berish kerak.
Haydarov to'pni sheriga yetkazib berdi. Juda chiroyli kombinatsiya davom etyapti. Denisov to'pni chap qanotga qoldirdi. Jeparov yana bir imkoniyat, darvoza bo'sh. Aziz Ibragimov bu imkoniyatdan foydalana olmadi. Rauf Inileyev katta hayajon bilan o'yinni ko'rishda davom etyapti. Bilasizmi, so'nggi pallada Aziz Ibragimovga to'p Aziz Ibragimovning oyog'iga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Haqiqatan ham omad. Bu safar ham faqat omadga bog'lashimiz kerak, e'tibor bering. Agarda Aziz Ibragimov to'pni o'zida to'xtatib qola olganida, haqiqatan ham biz yuqorida aytib o'tganimizdek tug'ilgan kuniga ajoyib sovg'a tayyorlashi mumkin edi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ana shunday tarzda o'yinni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Yana to'p futbolchilarimizda hozir Nikolayev to'pni biroz orqaroqqa yetkazib berdi. Yo'q, bu safar ham hozir to'pni bir-birlariga yetkazib berishda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari xatolikka yo'l qo'yib endi orqaga qaytishlari kerak bo'ladi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining xavfli hujumlaridan biri. Yaxshiyamki hozir zarba amalga oshmay qoldi. Nikolayev va o'zingiz ekraningizda ko'rib turibsiz. 9-raqamda Malik Moaz bu vaziyatda hozir xavfli zarbani amalga oshirishi mumkin edi. Himoyachilarimiz yaxshi harakat qilishganligini ko'rib turibmiz. Demak, Nikolayev bu vaziyatda to'pning yo'nalishini o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. 1-0 Saudiya Arabistoni va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda 3-daqiqada Yosir Al-Qahtoniy hisobni ochgan. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tashabbusni o'z qo'llarida saqlab turishdi. Umuman Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari esingizda bo'lsa, birinchi turda ham Janubiy Koreya terma jamoasi a'zolari bilan bo'lgan uchrashuvda ham avvaliga to'p o'tkazib yuborishgan va uchrashuv yakunlanishiga 13 daqiqa vaqt qolganda o'sha o'ziga xos tarzda ishlangan penaltidan so'ng Yosir Al-Qahtoniy hisobni tenglashtirgan edi. Ana shunday tarzda mag'lubiyatdan qutulib qolishgan edi. So'ngra Indoneziya terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda biz aytib o'tdik, Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari birinchi bo'lib hisobni ochishadi. Yana Yosir Al-Qahtoniy hisobni ochgan. Hozir Ibragimov to'pni o'zida saqlab turibdi. To'p jarima manchasi ichida. Yo'q, Shatskix to'pning o'tib ketishini kutmagan edi. Hozir himoyachilar bu safar to'pni o'tkazib yuborishdi. Takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. Agarda Maksim Shatskix to'pni ana shunday o'tib ketishini bilganida, albatta raqib darvozasiga hozir to'pni kiritishi mumkin edi. Osama Xavsaviy bu vaziyatda qo'pol xatolikka yo'l qo'ydi. Endi esa burchakdan to'p o'yinga kiritib berilmoqda. Darvozabon to'pga chiqib to'pni qaytardi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yana to'pni egallab olishdi. Yana o'ng qanotdan hujumda davom ettirishmoqda. Inomov himoyachilar to'pni qaytarishdi. Yana bir zarba. Maksim Shatskixning zarbasi bu safar ham darvoza to'sini yuqorisidan o'tib ketdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, qadrli futbol muxlislari, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz va sun'iy yo'ldosh orqali ana shu uchrashuvni sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari esa hujum qilishda davom etyapti. Anvar G'ofurov bu safar to'pni o'z sherigiga oldinga qarab yetkazib berganligini ko'rdik. Hozir Maksim Shatskix o'z sherigiga e'tiroz bildirayotganini ham tushunsa bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari birinchi bo'limda to'liq tashabbusni o'z qo'llarida saqlab turishdi va saudiyalik futbolchilar endi qarshi hujumda o'ynasa kerak. Terma jamoasi futbolchilari to'pni egallab olishdi. Shatskix Inomov bu vaziyatda yaxshi harakat qilganligini ko'rdik. To'pni hozir Denisovga yetkazib berdi. Vitaliy Denisov to'p jarima manchasi ichida. Hujum davom etadi. Haydarov mana bu vaziyatda hozir maydon markazidan to'pni yana Denisovga qoldirdi. Hujumni davom ettirsa bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Jeparov bu safar hozir himoyachini aldab o'tishga harakat qildi, lekin o'z maqsadiga erisha olmadi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ana shunday huquqqa ega bo'lishdi. Yana Serverning o'zi hozir to'pni o'yinga kiritib beradi. Temur Kapadze oldingi uchrashuvlarda raqib darvozasiga 2 ta to'p kiritgan futbolchi. To'p tepib berildi. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Yana O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Inomov, G'ofurov. Juda ham chiroyli kombinatsiya Shatskix. G'ofurov to'pni o'zida saqlab turibdi. Inomov.
O'zbekiston terma jamoasi a'zolari jarima maydonchasiga yorib kirishdi. Hujum davom etadi. Zarbani kim amalga oshiradi? Yo'q, bu safar himoyachilar ana shu hujumni bartaraf etishdi. Yana to'p futbolchilarimizda. Jeparov, Ibragimov, o'yin qoidasi buzildi. Kwon Yongchul hozir jarima to'pi belgilamoqda va bu biz uchun juda ham kerakli edi. Demak, darvozadan chamasi 20 metrlar uzoqlikda Aziz Ibragimovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir hisobni tenglashtirish uchun juda ham yaxshi imkoniyatga ega bo'lishdi. Albatta, ana shunday pallalarda millionlab futbol muxlislarimiz Mirjalol Qosimovni eslagan bo'lsalar kerak. Hozir Server Jeparov ham sizlarga yaxshi ma'lum, bunday imkoniyatlardan unumli foydalana oladi. Hozir to'pning yonida Anvar G'ofurov kutilmaganda. Bilmadim to'pni kim tepada, hozir aniqlash qiyin. Denisov, diqqatingizni ana shu vaziyatga tortamiz. To'pni tepishga ruxsat berdi. Zarba! Gol! Gol! O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Maksim Shatskix hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Uchrashuvning 28-daqiqasida nihoyat ketma-ket hujumlardan so'ng O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yindan tashqari holat hozir ko'rsatilyapti. Keling takrorlab o'tamiz. To'p zarba amalga oshirildi. Yo'q, zarba amalga oshirilayotgan paytda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Gol inobatga olinmadi. Lekin yana bir bor takroriy lavhani ko'rib turibsiz. Ana shu jarima to'pi amalga oshirilayotgan vaziyatda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Bruno hisobi o'zgarmay qoldi, lekin O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hujum qilishda davom etishyapti. Yana o'ng qanotdan, yana Aziz Ibragimov qanotidan oldinga qarab borishdi. Maksim Shatskix, Denisovga to'p yetib kelgani yo'q. Yana to'p futbolchilarimizda Aziz Haydarov uzoq masofadan to'pni tepdi, lekin noaniq. Ana shu koreyalik hakam o'z bayrog'ini noto'g'ri ko'targanligini ko'rib, mana e'tibor bering. Hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q. Janubiy koreyalik hakamning xatosi tufayli ana shu gol inobatga olinmayapti. Juda ham ochiqchasiga yordamchi hakam qo'pol xatolikka yo'l qo'yganligini takror va takror lavhada ko'rishingiz mumkin. Zarba amalga oshirilayotgan pallada Maksim Shatskix o'yindan tashqari holatda emas edi. Ming afsus, hakamlar aynan ana shu pallada xatolikka yo'l qo'yishmoqda. Futbolchilarimiz hujum qilishda davom etishyapti. Kapadze yo'q, hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yonchiqdan to'pni tashlab berish kerakligi ko'rsatilyapti. Rauf Inileyev, Mirjalol Qosimov ana shunday tarzda o'yinni kuzatishda davom etishmoqda. Sizlarga yaxshi ma'lum, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham katta qiyinchilik bilan ana shu guruh bahslaridan chiqishgan edi. Avvaliga Eron terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuv, so'ngra Malayziya terma jamoasini mag'lub etishdi va uchinchi turda Xitoy terma jamoasi ajoyib tarzda mag'lub etilganligini yaxshi bilasiz. Yana futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. O'ng qanotdan yana bir hujumni kuzatamiz. Islom Inomov, O'zbekiston terma jamoasi Ibragim to'pni cherigiga qoldirdi. Xavfli vaziyat. Yo'q. Timur Kapadze biroz kuchliroq tarzda zarbani amalga oshirish kerak edi. Mana sizga imkoniyatlar, mana sizga ustunlik, mana sizga vaziyatlar, lekin hozircha goldan darak yo'q. Timur Kapadze biroz yuqoridan kuchli zarbdan to'pni agarda yo'naltirganida, hozir Maksim Shatskix ham bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Faqatgina Timur Kapadze biroz bo'shroq harakat qilganligini ko'rib turibmiz. Himoyachilar ham ancha yaxshi o'ynashganligini aytib o'tishimiz kerak. Hozir o'yindan tashqari holat yo'q deb baholashmoqda. Zarba amalga oshirildi Yosir Al-Qahtoniy tomonidan, lekin noaniq. To'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Cesar dos Anjos hozir hayron qolmoqda. Keling vaziyatni kuzatamiz. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Bu safar Singapurlik hakam to'g'ri qarorga kelgan. To'p oshilayotgan paytda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Biz yuqorida aytib o'tdik, ana shu
O'zbekiston terma jamoasiga darvozasiga kiritilgan goldan so'ng Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari endi balki qarshi hujum taktikasini qo'llashlari ham mumkin. Julio dos Anjos balki shunga e'tibor berayotgan bo'lishi ham mumkin. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari esa diqqat e'tiborini faqat hujumga qaratishmoqda. Denisov 6-7 marotaba juda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi, hattoki bir marotaba raqib darvozasiga to'p kiritishga muvaffaq bo'ldik. 31-daqiqa o'tib boryapti. Oddiy vaziyatda to'pni to'xtatishda xatolikka yo'l qo'yildi. Yana to'p Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarida. Hakam qanday qarorga keladi? Bu vaziyatda Malik Mazga nisbatan o'yin qoidasi buzildi deb topilmoqda. Va albatta O'zbekiston terma jamoasi a'zolari aynan birinchi bo'limda hisobni tenglashtirishlari talab etiladi. Ana shundagina ikkinchi bo'limda o'ziga xos biz o'yinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana shunga ham Rauf Inileyev e'tibor qaratish kerak. To'g'ri, hali zaxirada to'p kiritish qobiliyatiga ega bo'lgan futbolchilarimiz yetarli. Hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari navbatdagi hujumni uyushtirishyapti. Aziz Haydarov to'p uchun kurash olib bordi va endi burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Julio Cesar dos Anjos burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Futbolchilarimiz albatta bu vaziyatda himoyada ancha ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari kerak. Yosir Al-Qahtoniy to'p tepib berildi. Judayam ehtiyotkorlik bilan o'ynashlari kerak bo'ladi. Malik Maas bu safar hozir himoyachilarga nisbatan faolroq harakat qilgan holda navbatdagi zarbani amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering. Bu safar omad O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga kulib boqdi. Takroriy lavhada yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Malik Maas o'sha ayniqsa saralash bahslarida ham, o'rtoqlik uchrashuvlarida ham bir necha bor raqib darvozasiga to'p kiritgan futbolchi va hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hujum qilishda davom etishyapti. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Islom Inomov hozircha bugungi uchrashuvda yaxshi harakat qilmoqda. To'g'ri, uchrashuvning 3-daqiqasida kutilmaganda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'p kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Server Jeparov burchakdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Himoyachilar to'pni qaytarishyapti. Hujum davom etadi. Yana Jeparov. To'p jarima maydonchasida xavfli vaziyat. Aziz Ibragimovning zarbasi amalga oshmay qoldi. Aziz Ibragimovning hozir zarbasi amalga oshmay qoldi, lekin bu vaziyatda o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz, hech qanday o'yin qoidasi buzilmagan edi. Sariq kartochka ko'rsatilyapti Kwon Yong Chul. Nima uchun sariq kartochka Aziz Ibragimovga? Tushunish qiyin. Hozirgi takroriy lavhani yana bir bor ko'ramiz. Demak, to'p yetkazib berildi. Hech qanday o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Aziz Ibragimov emas, boshqa bir futbolchi to'p uchun ham kurash olib borgan. Yana bir bor kuzatamiz. Anvar G'ofurov bu vaziyatda to'p uchun kurash olib borgan va demak Anvar G'ofurovga sariq kartochka ko'rsatilgan. Darvozabonga hozir shifokorlar yordam berishmoqda. Biz esa belgilab qo'yamiz, Anvar G'ofurov ana shu uchrashuvda hozircha birinchi sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Umuman Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari bu lavhada ko'rishingiz mumkin, lekin baribir darvozabon ham ancha ayyorona harakat qilganligini ko'rib turibsiz. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari, shuni alohida ta'kidlashimiz kerak, saralash bahslarida Yaponiya terma jamoasidan bir guruhdan joy egallashgan edi. Shunga qaramasdan ular ana shu bahslarda yaxshi harakat qila olishdi. Aynan Yaponiya terma jamoasi bilan 15 tadan ochko to'plagan holda keyingi bosqichga chiqa olishdi. Ular Yaman va Hindiston terma jamoalarini ortda qoldirishdi. Va o'ziga xos bo'lgan o'tkazilgan 5 ta o'rtoqlik uchrashuvining deyarli barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lishgan. Bu borada ular amirlik futbolchilarini ham, Singapur terma jamoasi a'zolarini ham 2 marta dog'da qoldirishgan. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi terma jamoasi a'zolaridan bo'lgan uchrashuvda esa durang natija qayd etilgan. Yana Denisov oldinga qarab boryapti. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir Malik Mazga nisbatan
bu vaziyatda o'yin qoidasi buzildi deb topilmoqda. Wong Yong-chul Janubiy Koreyalik hakam o'yinni to'xtatishga majbur edi. Umuman yaqindagina yodingizda bo'lsa, Spartakor jamoasi a'zolari Al-Hilol jamoasi bilan Osiyo Chempionlar Ligasi bahsida to'qnashgan. Toshkentda ham, mehmonda ham ana shu ikki uchrashuv bo'lib o'tgan. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari bir nechta futbolchilar Al-Hilol jamoasida to'p suradi. Hozir aynan saudiyalik futbolchilar o'yindan tashqari holat, juda ham yaxshi hozir futbolchilarimiz harakat qilishdi. Lekin diqqat e'tiborni albatta yana hujumga qaratishda davom etishlari kerak bo'ladi. Va sizlarga yaxshi ma'lum, Saudiya Arabistoni terma jamoasi ana shu terma jamoasining asosiy qismini Olimpiya terma jamoasi a'zolari tashkil etadi. Saudiya Arabistoni Olimpiya terma jamoasi a'zolari ham ana shu guruh bahslarida Eron hamda Avstraliya terma jamoalaridek ana shunday qudratli terma jamoalarini mag'lub etib musobaqani davom ettirishmoqda. Demak, hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari barcha jabhada yaxshi harakat qilishadi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Jeparov to'p chap qanotga yetkazib berildi. Denisov himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Inomov, Shatskix o'yin qoidasi buzildi. Abdurrahmon Al-Qahtoniy bu vaziyatda hozir o'yin qoidasini buzdi va endi Inomovga tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. Wong Yong-chul esa hozir Abdurrahmon Al-Qahtoniyga sariq kartochka ko'rsatmoqda. Mana e'tibor bering. Juda ham xavfli o'ynaganligi ko'rinib turibdi. Islom Inomovga hattoki mana yuziga mana shunday oyog'i bilan tepib yuborganligini ham takroriy lavhada ko'rdik. Va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari jarima to'pi tepish huquqiga ega bo'lishdi. To'pni kim tepib beradi? Server Jeparov hozir to'pning yonida, jarima maydonchasi ichida O'zbekiston terma jamoasining bir qator futbolchilari turishibdi. Aziz Haydarov, Server Jeparov. Hozir albatta jonli devor biroz orqaroqda turish kerakligi talab etilmoqda. Jeparov O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Shatskix. Juda ham yaxshi imkoniyat, to'pni tepish kerak. Xavfli vaziyat. Yo'q, o'yindan tashqari holat. Biroz avvalroq Islom Inomov o'yindan tashqari holatda deb baholanmoqda. Yana o'sha hakam bayroqni ko'tarishda charchamayapti, lekin bu safar haqiqatan ham Islom Inomov o'yindan tashqari holatda qolib ketganligini biz ko'rib turibmiz. Yaqqol ustunlik O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida, hisobdagi ustunlik Saudiya Arabistoni terma jamoasida. Yana o'ng qanotga to'p yetkazib berildi. Aziz Ibragimov, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ko'pgina hujumlarni o'ng qanotdan uyushtirishyapti. Islom Inomov to'p uchun kurashda. Futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Xavfli vaziyat Shatskix. Yo'q, Shatskix to'pni o'zida saqlab qola olmadi. Denisov to'p uchun kurashda. Haydarov, Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Endi albatta orqaga qaytish kerak. Uchrashuvning vaqti esa o'tib boryapti. Qahtoniy Yonsibdan to'p tashlab beriladi. Birinchi bo'lim yakunlanishiga 5 daqiqa vaqt qoldi xolos. 1-0 oldinda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining birinchi hujumi gol bilan yakunlanganligini o'zingiz ko'rdingiz. Va endi yana futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Bu safar ham o'ng qanotdan oldinga qarab borishmoqda. Maksim Shatskixga to'p yetib kelgani yo'q. Himoyachilar to'pni uzoqlashtirishdi. To'p uchun kurash davom etadi. Wong Yong-chul bu vaziyatda o'yin qoidasi buzilmagan deb topdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hujumni davom ettirishyapti. Jarima maydonchasi ichiga hozir yetib kelishdi. Zarba. Nesterov yaxshi harakat qildi va endi Denisov to'pni jarima maydonchasi ichidan uzoqlashtirmoqda. Ana shunday qarshi hujumlarda biz juda ko'p bor Malik Mazni ko'rmoqdamiz. Bu safar ham aynan ana shu futbolchi tomonidan zarba amalga oshirildi.
Haqiqatan ham raqib darvozasiga gol kiritib olganlardan so'ng Saudiya Arabistoni futbolchilari ana shunday taktikani qo'llashda davom etishyapti. Himoyachilarimiz demak to'pni qaytarishdi. 42-daqiqa o'tib boryapti. Nikolayev to'p uchun kurashda. Bu vaziyatda hozir o'yin qoidasi buzildi. Kwon Yung-chul va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari albatta shoshilishlari kerak. Tezlik bilan to'pni o'yinga kiritib berishlari kerak bo'ladi. Takroriy lavhada esa Ignatiy Nesterov qanday harakat qilganligini ko'rishingiz mumkin. 42-daqiqa. Denisov to'pni sheriga yetkazib berdi. Judayam bir oddiy vaziyatda hozir Shatskix zarba amalga oshirdi. To'p menimcha himoyachilarning biriga tekkan ko'rinadi. Takroriy lavhani ko'ramiz. To'p himoyachiga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi va endi burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. 1-0 hisobi saqlanib turibdi. Yana Jeparov to'p tepib berildi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni saqlab qolishdi. Maydonda yana bir xavfli hujum. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Mana bu safar esa albatta to'pni to'xtatib olish ham mumkin edi. Maksim Shatskix to'pni to'xtatmasdan turib zarbani amalga oshirdi, lekin noaniq. Birinchi bo'limda eng faol harakat qilayotgan futbolchilardan biri Maksim Shatskix. Bir necha bor yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lgan edi. Mana e'tibor bering. Bu safar zarba berishda biroz xatolikka yo'l qo'ydi. 1-0 va darvozabon Yosir Al-Musaylim to'pni o'yinga kiritib berdi. Va futbolchilarimiz endi Nesterovgacha hozir to'p yetib keldi. Yana bir hujum uyushtirishlari mumkin. Maydon markazida turib O'zbekiston Haydarov to'pni chap qanotga Denisovga yetkazib berdi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Kwon Yung-chul ana shunday qarorga kelgan. Hozir to'p Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisining qo'liga tekkan edi. Futbolchilarni hozir og'zaki tarzda ogohlantirmoqda. Yosir Al-Qahtoniga sariq kartochka ko'rsatildi. Juda ham to'g'ri qarorga keldi. Hozir hakam bu vaziyatda mana e'tibor bering. Hakam bilan tortishish befoyda. Aziz Haydarov ham, Aziz Ibragimov ham har ikkala Aziz to'p uchun astoydil kurashni davom ettirishgan. Futbolchilarimiz yana to'pni egallab olishdi. Juda ham yaxshi to'pni hozir jarima maydonchasiga yetkazib berish kerak. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Kim zarbani beradi? Hech kim yo'q. Jeparov kutmagan edi menimcha. Va endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari tezlik bilan oldinga qarab borishmoqda. Yana to'p chap qanotga yetkazib berildi. Malik Mas Kapadze to'p uchun kurash olib bordi. O'yindan tashqari holat. O'yindan tashqari holat. Birinchi bo'limning 45-daqiqasi o'tib boryapti. 1-0 Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozircha hisobda oldinda borishmoqda. Va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yana to'p oldinga qarab yetkazib berildi. Juda ham yaxshi Ibragimov. Aziz Ibragimov to'pni sherigiga qoldirdi. Juda ham yaxshi imkoniyat. Shatskix to'pni o'zida saqlab turibdi. Denisov to'pni tepdi. Vitaliy Denisovning ajoyib zarbasidan so'ng to'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketmoqda. Juda ham tushunish qiyin. Birinchi bo'limda yaqqol omad Saudiya Arabistoni terma jamoasi tomonidan. E'tibor bering. Har bir zarba, bir necha bor zarba amalga oshirildi. Ana shu zarbalarning barchasi darvoza ustining yonginasidan o'tib ketyapti. Denisov bu vaziyatda ancha yaxshi harakat qilganligini, shu bilan birga Maksim Shatskixning ham yaxshi harakat qilganligini aytib o'tishimiz kerak. O'yin qoidasi buzildi. Birinchi bo'limga 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi. 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi va aynan ana shunday tarzda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari endi balki o'yinni davom ettirishga harakat qilishar. Albatta biz arab futboliga ko'nikib qolganmiz, lekin Saudiya Arabistoni terma jamoasida bunday ayyorliklarni ko'rmagan edik. 46-daqiqa o'tib boryapti. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari umuman Osiyoda eng kuchli terma jamoalardan biri hisoblanadi. Biz yuqorida aytib o'tdik, 3 marotaba Osiyo chempionligini qo'lga kiritishgan. Mana shu bahslarda 35 ta uchrashuv o'tkazib, 16 tasida g'alaba qozonishgan, 13 ta durang, bor yo'g'i 6 ta uchrashuvda mag'lubiyatga uchrashgan. O'zbekiston terma jamoasida esa bu borada 13 ta uchrashuv, 6 ta g'alaba, 1 ta durang, 6 ta mag'lubiyat.
Shuni ham aytib o'tamiz. Bu borada Eron terma jamoasi birinchi o'rinda, ularning natijalariga havas qilsa arziydi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana bir hujum uyushtirishyapti. Himoyachilar imkoniyat berish kerak emas. Ko'pchilik bo'lib hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishga harakat qilishmoqda. Abdurahmon Al-Qahtoniy hujum davom etadi. Haydarov. Yo'q, Ibragimovga to'p yetib kelmadi. Va mana endi Jeparov. Inomov yonchiqdan to'p tashlab beriladi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari albatta shoshilish kerak. Birinchi bo'limda hisobni tenglashtirib olish juda ham zarur. Ibragimov, Jeparov. Hozir ko'pchilik bo'lib to'p uchun kurash olib borishdi, lekin Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining tajribali futbolchilari bu safar ham hozir juda erkin harakat qilishmoqda. Birinchi bo'lim o'z poyoniga yetib bormoqda va aynan ana shu pallada qadrli futbol muxlislari, endi Saudiya Arabistoni va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning ikkinchi bo'limini birgalikda tomosha qilamiz. Indoneziya poytaxti Jakartadagi Bung Karno stadionida ana shu chorak final uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Hozir Kwon Yong Chul bugungi uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam mana har ikkala terma jamoani yana yashil maydonga olib chiqadi. Mirjalol Qosimov ekraningizda, Maksim Shatskix. Demak, ikkinchi bo'limda o'ylaymizki, futbolchilarimiz nihoyat millionlab futbol muxlislarimiz kutgan daqiqalarni, hayajonli daqiqalarni muxlislarimizga hadya qila olishadi. Birinchi bo'lim haqida biz nimalarni aytishimiz mumkin? Mana e'tibor bering, ikkinchi bo'limda birinchi bo'lib O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yashil maydonga chiqib kelishdi va o'yinni boshlashga tayyor turishdi. Anvar G'ofurov o'rniga Aleksandr Geynrix maydonga tushirilyapti. Demak, bitta himoyachi olib tashlandi, o'rniga hujumchi maydonga tushirilmoqda. Va o'ylaymizki, Aleksandr Geynrix ham muxlislarimiz kutgan daqiqalarni hadya qila oladi. Birinchi bo'limda haqiqatan ham tan berishimiz kerak. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari katta tashabbusga erishdi. Ustunlik yaqqol O'zbekiston terma jamoasi tomonidan bo'ldi, lekin uchrashuvning boshidayoq o'tkazib yuborilgan gol hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasining kichik ustunligini ta'minlab turibdi. 3-daqiqada Yosir Al-Qahtoniy tomonidan kiritilgan gol. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ignatiy Nesterov biroz bo'shroq harakat qilgan pallada Yosir Al-Qahtoniy hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Endi ikkinchi bo'limni birgalikda kuzatamiz. Yana hujum Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari birinchi hujumni boshlab berishdi. 46-daqiqa demak boshlandi va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari umid qilamizki, ikkinchi bo'limda faqat va faqat hujumkor ruhda uchrashuvni davom ettirishadi. Keling, hozir fursatdan foydalanib har ikkala terma jamoa tarkibini yana bir bor yodingizga solib o'tamiz. Avvalo O'zbekiston terma jamoasining hujumini birgalikda kuzataylik. Inomov to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. Geynrix to'p uchun kurashdi. Hozir Aleksandr Geynrix o'yin qoidasini buzdi deb baholanmoqda. Bu esa Vitaliy Denisov. Kwon Yong Chul bu safar ham o'yinni to'xtatishga majbur bo'ldi. Faqatgina takroriy lavhada ko'rishimiz mumkin. Mana bu vaziyatda mana Geynrix to'p uchun kurash olib boryapti. 3-raqam ostida esa harakat qilayotgan Osama Xavsaviy yiqilib tushdi. Va hakam qandaydir o'yin qoidasi buzildi deb topmoqda. Yana to'p futbolchilarimiz oldiga qarab borishyapti. Geynrix to'p uchun kurashda. Ikkinchi bo'limda albatta himoyaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Aziz Ibragimov hozir Geynrix to'p uchun kurash olib borgan edi va endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi quyidagicha: darvozabon 12-raqamda Ignatiy Nesterov, 2-chi Xayrulla Karimov, 4-chi Aziz Ibragimov, 17-chi Aleksey Nikolayev, 19-chi Islom Inomov va 28-raqam ostida harakat qilgan Anvar G'ofurov o'rniga Aleksandr Geynrix tushirilgan. 7-chi Aziz Haydarov, 8-chi Server Jeparov, 18-chi Temur Kapadze. Hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab turishdi. 23-chi Vitaliy Denisov, 16-chi Maksim Shatskix. Ikkinchi bo'limda endi ikki hujumchi harakat qiladi. Yana o'yin qoidasi buzildi deb topilmoqda. Kwon Yong Chul bu safar ham O'zbekiston terma jamoasi a'zosini o'yin qoidasini buzdi deb
baholamoqda. Mana e'tibor bering, to'p uchun kurash It was certainly an absorbing first bo'layotgan 45 bir minutes. pallada hakam yana o'yin qoidasi buzildi deb topdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana bir hujum uyushtirishdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir to'pni ancha uzoqlashtirishdi va yana bir bor mana Aziz Haydarov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibi quyidagicha: darvozabon birinchi raqamda Yosir Al-Musaylim, 3-Osama Xafsaviy, 7-Komil Al-Musa, 15-Ahmad Al-Bahoriy, 19-Volid Jahdali, 14-Said Haririy, 16-Xolid Aziz, 17-Taysir Al-Jassam, 18-Abdulrahmon Al-Qahtoniy, 9-Malik Moaz va 20-raqamda Yosir Al-Qahtoniy. Hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida o'zgarish yo'q. Futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Bosh murabbiy Julio Cesar dos Anjos, O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi Rauf Inileyev. Kwon Yong-chul Janubiy koreyalik hakam o'yinni boshqarib bormoqda. Yonsiqdan to'p tashlab beriladi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir Geynrix to'pni tashlab bersa kerak. Kwon Yong-chulga Janubiy koreyalik Jon Hang San yordam bermoqda. Golni inobatga olmagan yordamchi hakam va yana bir hakam Yumindan singapurlik hakam. Yonsiqdan Aziz Ibragimov to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p tashlab berildi. Jarima maydonchasi ichida to'p uchun kurash va burchakdan to'p hozir o'yinga kiritib berilishi kerak. To'p chiziqni kesib o'tgan edi. To'pni endi Server Jeparov hozir burchakdan o'yinga kiritib beradi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari xuddi birinchi bo'limdagidek tashabbusni o'z qo'llariga olish uchun ikkinchi bo'limda ham harakat qilishmoqda. Albatta ana shu birinchi golni kiritib olish juda ham zarur. Jeparov to'pni sheriga yetkazib berdi. Geynrix, Jeparov. Yana bir vaziyat xavfli va to'p hozir darvoza to'siniga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Yana omad yuz o'girmoqda. Maksim Shatskiy tomonidan zarba amalga oshirildi. To'p esa darvoza to'siniga. Bu safar to'siniga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Yana qanday vaziyat bo'lishi mumkin? Yana qanday zarba bo'lishi mumkin? Hujum davom etadi. Ibragimov to'pni cheriga yetkazib berishda xatolikka yo'l qo'ydi. Endi esa orqaga qaytish kerak va biz takroriy lavhani kutib qolamiz. Maksim Shatskiy bu safar to'pni bosh bilan raqib darvoza tomon yo'naltirgan edi. Aziz Ibragimov mana hozir ekraningizda. Hozir takroriy lavhada aniqlaymiz. Geynrix to'pni Jeparovga yetkazib berdi. Demak, takroriy lavhada ko'rinib turibdi. Hozir Aziz Ibragimov to'pni boshi bilan raqib darvoza tomon yo'naltirgan ekan. Yana bir hujum, darvozabon bu safar yaxshi harakat qildi. Yana bir hujum. Hozir vaqt Saudiya Arabistoni terma jamoasi foydasiga qarab o'tib bormoqda. Aziz Ibragimov ham hujum chizig'iga hozir yordamga yetib kelgan edi. Mana shunday tarzda o'yinni davom ettirish kerak. Demak, 51-daqiqa boshlandi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari maydon markazidan turib hozir yana oldinga qarab borishgan edi. Geynrixga to'p yetib kelgani yo'q. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari endi to'pni o'zlarida saqlab turishibdi. 14 attempts from Uzbekistan. Albatta ularda hozir biroz imkoniyat boshqacharoq. Hisobda oldinda borishmoqda. O'ng qanotda hozir to'pni o'zlarida saqlab turishdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Ignatiy Nesterov bu safar ham to'pni osonlik bilan egallab oldi. Abdurahmon Al-Qahtoniy zarba bergan edi. Geynrix to'pni o'zida saqlab turibdi. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Aleksandr Geynrix. Aziz Ibragimov yonsiqdan to'pni tashlab bermoqda. Biroz orqaroqqa Haydarov. Ibragimov. Hujum davom etadi. Haydarov. Geynrix. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yo'q, himoyachilar to'pni qaytarishdi. Oddiy vaziyatda hozir futbolchilarimiz bir-birlarini yaxshi tushunmay qolishdi. Hujum davom etadi. Ibragimov to'pni biroz chaproqqa Denisov va hakam qanday qarorga keladi? Kwon Yong-chul o'sha zahotiyoq sariq kartochka ko'rsatmoqda. Hech ikkilanmasdan turib to'p uchun kurash olib borishdi ikki futbolchi. Va mana bu takroriy lavhada ko'rib turibsiz. Haqiqatan ham biroz qo'polroq harakat qilgan Kwon Yong-chul sariq kartochka ko'rsatdi. Va endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'zlarida saqlab turishdi. Uzoq masofadan berilgan zarba noaniq. Ignatiy Nesterov shoshilmoqda. Yana o'sha Abdurahmon Al-Qahtoniy
Julio Cesar dos Anjos uchrashuvni kuzatishda davom etyapti. Braziliyalik mutaxassis sizlarga yaxshi ma'lum, bir necha yillar mobaynida Braziliyada ham to'p surgan va hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasini boshqarib bormoqda. Maydon markazida to'p uchun kurash. Haydarov to'pni Denisovga yetkazib berdi. Denisov to'pni o'zida saqlab turibdi. Oldinga qarab borish kerak. Haydarov, Genrix. Yo'q, to'p Genrixga yetib kelgani yo'q. Hattoki Aziz Ibragimov ham hozirgi vaziyatda biroz faolroq harakat qilish kerak edi. Haydarov to'p uchun kurashda. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi, o'yin qoidasi buzildi. Xayrulla Karimov bu vaziyatda o'yin qoidasini buzdi. Kutilmaganda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir to'pni egallab olishgan edi. Sariq kartochka ko'rsatildi. Sariq kartochka ko'rsatildi. Yosir Al-Qahtoniy hozir hakamdan qizil kartochka talab qilmoqda. Hozir albatta aniqlik kiritamiz. Kwon Yong-chul bu vaziyatda qaysi futbolchiga sariq kartochka ko'rsatilgan? Demak, takroriy lavhani ko'ramiz. Haqiqatan ham Xayrulla Karimov qo'pol ravishda harakat qilgan. Ochiqchasiga o'yin qoidasi buzilganligi ko'rinib turibdi. Va Xayrulla Karimov sizlarga yaxshi ma'lum, oldingi uchrashuvda ham sariq kartochka olgan edi. Xitoy terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda. Albatta bunga yana biz aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Nima bo'lganda ham hozir Kwon Yong-chul sariq kartochka ko'rsatdi va 16-raqam ostida harakat qilayotgan Xolid Azizni ko'rdingiz. Jarima to'pi amalga oshiriladi. Uzoq masofadan zarba berildi, lekin noaniq. Ikkinchi bo'limda ham hozir Said Hariri to'pni tepgan edi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari qarshi hujumga e'tiborni qaratsa kerak. Said Hariri zarbani amalga oshirdi. Va hakam hozir menimcha zarbani qaytadan tepish kerakligini. Yo'q, burchakdan to'p o'yinga kiritib berdi. Demak, so'nggi pallada to'p hozir futbolchilarimizning biriga tekkan. Burchakda to'p o'yinga kiritib berilyapti. Abdurahmon Al-Qahtoniy zarba amalga oshirildi. Komil Musa tomonidan, lekin noaniq. Ignatiy Nesterov endi to'pni o'yinga kiritib berish kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari ham bo'sh kelishmayapti. Va futbolchilarimiz endi chap qanotdan oldinga qarab borishmoqda. Shatskixga to'p yetib kelmadi. Jarima maydonchasi ichida Genrix to'p uchun kurash olib boryapti. Xavfli vaziyat. Hujum davom etadi. Hozir to'p futbolchining qo'liga tekkan edi, lekin albatta bunday vaziyatlarda penalti belgilanmaydi. Ataylab o'ynagani yo'q. Timur Kapadze hujumchilarga yordamga yetib kelgan. Maydon markazida to'p uchun kurash davom etadi. Denisov to'pni egallab oldi. Aziz Haydarov. Xayrulla Karimov ekraningizda. Xayrulla Karimovga sariq kartochka ko'rsatilgan. Demak, bu uning ikkinchi sariq kartochkasi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir to'pni bir-birlariga yetkazib berishda Jeparov xatolikka yo'l qo'ydi. Ana shunday bir oddiy xatolar qimmatga tushishi mumkin. Aziz Haydarov o'yin qoidasini buzdi. Julio Cesar dos Anjos hakamdan sariq kartochka so'ramoqda. Abdurahmon Al-Qahtoniy bu vaziyatda hozir oldinga qarab borgan edi. Kwon Yong-chul Xolid Azizga ham sariq kartochka ko'rsatilganligi mana namoyish etilmoqda va Xolid Aziz bir marta o'yinni o'tkazib yuborgan edi. Saudiya Arabistoni terma jamoasining hujumi, zarba noaniq. Ignatiy Nesterov. Endi albatta 3 ta himoyachi 3-5-2 sxemasi bo'yicha Rauf Inileyev o'yinni davom ettiryapti. Takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. Albatta himoya chizig'iga ham yordamga yetib kelishadi va hujum chizig'iga ham e'tiborni qarash kerak. Viktor Karpenko maydonga tushiriladi. Menimcha yana Denisov o'rniga bo'lsa kerak. Hozir yo'q, Timur Kapadze o'rniga. Demak, Rauf Inileyev bu safar biroz boshqacharoq qarorga kelgan. Vitaliy Denisovni maydonda saqlab qoldi va Viktor Karpenkoni maydonga tushirmoqda. Albatta Viktor Karpenko jarima to'plarini tepish bo'yicha o'ziga xos tajribaga ega. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir to'pni yana egallab olishdi. Shatskix yo'q, Jeparovga to'p yetib kelmadi. Shatskix to'p uchun kurashni davom ettiryapti.
biroz orqa-roqqa to'pni yetkazib berdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ko'pchilikni tashkil qilishadi. Zarba noani. Maksim Shatskix endi menimcha biroz pastroqqa ham zarba berish kerak. Hozir Maksim Shatskixning zarbasi ancha kuchli bo'lganligini o'zingiz ko'rdingiz. Dam olinglar degan so'z yetishmadi xolos. Biroz pastroqqa to'pni tepish kerak. Juda ham yaxshi imkoniyat bor edi. Maksim Shatskix bugungi uchrashuvning o'zida bir necha bor zarba amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Hozir xatolikka yo'l qo'yildi. Orqaga qaytish kerak. Islom Inomovning xatosi, xavfli vaziyat. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir xatolikka yo'l qo'yishdi va endi futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Ketma-ket xatolar. Oddiy vaziyatda albatta juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. O'yindan tashqari holat. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni qabul qilib olganlaridan so'ng ajoyib tarzda hujumni davom ettirishlari mumkin edi. Yana o'sha yordamchi hakam bayrog'ini ko'tarib turibdi. Haqli ravishda Jon Hang Sang o'yindan tashqari holat deb baholadi. Al-Qahtoniy, Abdurrahmon Al-Qahtoniy o'yindan tashqari holatda edi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi bosh murabbiy hali birorta o'zgartirish kiritgani yo'q. Uchrashuvning vaqti o'tib bormoqda. Aziz Ibragimov O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda hisob hozircha 1-0 oldinda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Malik Mas to'pni sheriga yetkazib berdi. Ignatiy Nesterov o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Hakam hozir hech qanday o'yin qoidasi buzilmagan deb topdi. Futbol muxlislarimizga yaxshi ma'lum. Yarim finalga chiqqan 3 ta terma jamoaning nomlari aniqlanib bo'lgan. Yaponiya terma jamoasi hozir futbolchilar asablariga biroz dosh bera olmayapti, lekin ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Maksim Shatskix menimcha orqaga qaytish kerak. Chunki bu futbolchi juda ham zarur futbolchi. Mana bu vaziyat takroriy lavhani ko'rib turibsiz. To'p uchun ochiqchasiga kurash borgan. Hakam bu safar ham o'yindan qoidasi buzilgan deb baholamoqda. Hattoki mana hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchi turtib yuborgan ham. Wong Yongchul kimga sariq kartochka ko'rsatadi? Said Haririga sariq kartochka ko'rsatildi. Hozir Maksim Shatskixga ham sariq kartochka berilishini talab etishmoqda saudiyalik futbolchilar. Lekin Wong Yongchul menimcha bu vaziyatda to'g'ri qarorga keldi. Jarima to'pi amalga oshiriladi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari, hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari tezlikni oldiga qarab borishlari mumkin. Shatskix to'pni Denisovga yetkazib bersa bo'ladi. Yo'q, yana zarba, yana noaniq. Maksim Shatskixning bugungi uchrashuvdagi zarbalari hozir o'zi o'ylaganchalik chiqayotgani yo'q. Demak, Yaponiya, Janubiy Koreya va Iroq terma jamoalari yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritib bo'lishgan. Yaponiya terma jamoasi ana shu uchrashuvni Yaponiya terma jamoasi murabbiylari, futbolchilari diqqat bilan kuzatib borishayotgan bo'lsa ajab emas. Sababi aynan ana shu uchrashuvda g'olib chiqqan terma jamoa Yaponiya terma jamoasiga yarim finalda ro'baro bo'ladi. Maksim Shatskix ekraningizda. Iroq terma jamoasining raqibi esa biroz avval ma'lum bo'ldi. Bu Janubiy Koreya terma jamoasi. Jeparov to'pni oldinga yetkazib berdi. Geynrix yiqilib tushdi. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Ikkinchi bo'limda ham tashabbus O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida. Lekin goldan darak yo'q. Albatta, mana shu uchrashuvda g'alaba qozonish uchun gol kiritishni ham bilish kerak. Juda ko'p bor, hattoki ikkinchi bo'limda ham hozir 62-daqiqa o'tib boryapti. Maksim Shatskixdan ochiqchasiga omad bo'lmoqda. Denisov to'pni bu safar darvozabonga Nesterovga yetkazib berdi. Nesterov hozir Xayrilla Karimovga va mana endigina Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida hozir o'zgarish bo'lishi kutilmoqda. Endi Julio Cesar dos Anjos vaqtdan ham yutish imkoniyatiga ega. Ahmad Al-Musa maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Geynrix to'pni o'zida saqlab qoldi. Aziz Ibragimov o'yin qoidasi buzildi va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hozir yaxshi imkoniyatga ega bo'lishmoqda. 19-raqam ostida harakat qilgan futbolchiga hozir Volid Jahdaliga sariq kartochka ko'rsatildi va
takroriy lavhani ko'rishingiz mumkin. Haqiqatda ham Aziz Ibragimov ana shu futbolchidan o'tib ketgan edi. Qani ko'ramiz, jarima to'pini endi kim amalga oshiradi? Volid Jahdaliga sariq kartochka ko'rsatilganligi mana yana bir bor e'tirof etildi. To'pning yonida Aleksandr Genrix va Server Jeparovlar. Jeparov to'pni tepsa kerak. Diqqatingizni ana shu vaziyatga tortamiz. Yo'q, hozir qaytadan zarba amalga oshiriladi. Genrix. Futbolchilarimiz to'pni o'zlarida saqlab turishdi. Endi o'yin qoidasini hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Nikolayev bizda biroz boshqacharoq harakat qilish kerak edi bunday vaziyatda. Genrix menimcha to'pni yuqoridan ham yetkazib bersa bo'lar edi. Yana bir xavfli vaziyat samarasiz yakunlandi va Qahtoniy, Abdurahmon Al-Qahtoniy o'rniga hozir Ahmad Al-Musa maydonga tushirilmoqda. Birinchi o'zgarish Abdurahmon Al-Qahtoniy ana shu uchrashuvda eng faol harakat qilayotgan futbolchilardan biri edi. Ahmad Al-Musani ham juda ham yaxshi bilasiz. O'sha Bahrayn terma jamoasiga birinchi bo'lib darvozasiga to'p kiritgan futbolchi. Ibragimov o'yin qoidasi buzildi deb baholanmoqda. Hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zosi to'pni o'zida saqlab turgan edi. Ahmad Al-Musa ekraningizda. Futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Ibragimov, Jeparov xatolikka yo'l qo'ydi. Endi esa orqaga qaytish kerak. Yana o'yin qoidasi buzilmoqda. Aziz Haydarov. Hozir Server Jeparov biroz faolroq harakat qilishi kerak bo'ladi. Aziz Haydarovni ancha qiyin holatga solib qo'ydi. Mana takroriy lavhada ko'rishingiz mumkin. Yosir Al-Qahtoniy to'pni egallab olgan edi. Arzimagan bir xato ham ancha qimmatga tushishi mumkin. Shu bois ham Server Jeparov umuman O'zbekiston terma jamoasining barcha futbolchilardan biz iltimos qilib qolamiz. Juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasining hujumi. Himoyachilarimiz bu safargi hujumni ham bartaraf etishdi. Juda ham xavfli hujum uyushtirilgan edi hozir. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'zlarida saqlab turishdi. Yonchiqdan to'p tashlab beriladi. Qarshi hujumda ana shunday ajoyib tarzda harakat qilishmoqda. Osiyo qit'asining 3 karra chempioni. Yonchiqdan to'p tashlab berildi. Nikolayev, yo'q, Denisov hozir to'pni qaytardi va yonchiqdan aynan Denisovning o'zi to'pni tashlab bermoqda. Futbolchilarimiz shoshilishlari kerak. Vaqt esa o'tib boryapti. 1-0. 3-daqiqada Yosir Al-Qahtoniy tomonidan kiritilgan gol hozircha yagona bo'lib turibdi. Hozir to'p maydon tashqarisiga ataylab chiqarib yuborildi. Menimcha futbolchilardan biri jarohat olgan ko'rinadi. Shatskiy ham biroz orqaroqqa yetib kelgan. Takroriy lavhani ko'ramiz. Mana bu vaziyatda hozir 15-raqam ostida harakat qilayotgan futbolchi qanday yiqilganligini o'zingiz ko'rdingiz. Ahmad Al-Bahoriy. Futbolchilarimiz to'pni qaytarishga muvaffaq bo'lishgan edi. Yonchiqdan to'p tashlab beriladi. Jeparov ekraningizda. Serverga juda ham katta umid bog'laganmiz. Albatta qolgan vaqt mobaynida tashabbusni o'z qo'llariga olishlari kerak. Yana to'p hozir oldinga qarab yetkazib berildi, lekin Maksim Shatskiy to'pni o'zida saqlab qola olmadi. Komil Al-Musa to'p bilan har ikkala terma jamoa a'zolari baribir biroz charchab qolishgan va endi yon chiziqdan to'p hozir o'yinga kiritib beriladi. Islom Inomov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgan edi. Haydarov, Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchilari to'pni egallab olishdi. Uzoq masofadan berilgan zarba esa noaniq. 17-raqam ostida harakat qilayotgan futbolchi hozir Taysir Al-Jassim oldingi uchrashuvda dublga erishgan futbolchi uzoq masofadan turib zarbani amalga oshirdi. Aynan ana shu nuqtadan Bahrayn terma jamoasi darvozasiga gol kiritgan edi. Yana to'p saudiyalik futbolchilarda. Hozir futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. Aziz Ibragimov to'pni sheriga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. Bu
Bu safar Geynrixdan omad yuz o'girmoqda. Aleksandr Geynrix to'pga biroz avvalroq yetib kelganida mana ko'rishingiz mumkin. Zarbani ajoyib tarzda amalga oshirishi mumkin edi. Hakamlar qanday qarorga kelishdi? Demak, to'p Geynrixning oyog'idan tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketgan. Har safar ham yuqoriga to'pni tepishmoqda. Yana Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Albatta himoya chizig'i biroz bo'shashgan. O'yindan tashqari holat yo'q deb baholashmoqda. Judayam tushunish qiyin bo'lgan vaziyat. Bu safar nimagadir Jon Hang San bayrog'ini ko'tarmayapti. Mana shu hakam. Birinchi bo'limda golni inobatga olmagan hakam. Qani ko'ramiz. To'pni oshirilayotgan pallada ana shu futbolchi o'yindan tashqari holatda emas edi. Takroriy lavhada ko'rinib turibdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Shatskix Ibragimovning oldiga qarab boshlamoqda. Aziz to'pga yetib keldi. To'pni biroz orqaroqqa Inomov, Jeparov, yo'q hozir Karpenko oldinga qarab borayotgan pallada xatolikka yo'l qo'ydi. Haydarov ikki futbolchimizga nisbatan himoyachilar faol harakat qilishdi. Endi esa himoyachilarimiz to'pni uzoqlashtirishmoqda. Jeparov yo'q, Jeparov ham to'pni o'zidan ancha uzoqlashtirib yubordi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Nikolayev yo'q, Aziz Haydarov to'pga yetib kela olmadi, endi esa orqaga qaytish kerak. O'yin qoidasi buzilmoqda. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir jarima to'pini amalga oshirishadi. Albatta, tanaffusda har ikkala terma jamoa murabbiylari o'ziga xos ko'rsatmalarni berishgan. Julio Cesar dos Anjos o'z shogirdlariga qanday ko'rsatmalar bergan bilmadim. Ikkinchi bo'limda ancha faol harakat qilishmoqda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari. Zarba noaniq. Yana Yosir Al-Qahtoniy tomonidan zarba amalga oshirildi. Julio Cesar dos Anjosni ko'rib turibsiz. U tinmay harakatda, xuddi futbolchilari singari. Haqiqatan ham Yosir Al-Qahtoniy juda ham yaxshi tajribaga ega bo'lgan futbolchi. 14-Osiyo Kubogi bahslarida mana shu musobaqalardagi eng yaxshi futbolchilardan biri deb bemalol ayta olamiz. Yosir Al-Qahtoniy hozir Denisov endi esa O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Jeparov to'pni biroz orqaroqqa Karpenkoga qoldirdi. Haydarov, Denisov, Nikolayev. O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining hujumi bu safar Geynrix hozir oldinga qarab borayotgan bir pallada himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Tezlik bilan hozir Geynrixning o'zi to'pni o'yinga kiritib berdi. Karpenko, Geynrix to'pni tepsa bo'ladi. Zarba ancha noaniq. Aleksandr Geynrix agarda hozir zarbani darvoza tomon yo'llay olganida futbolchilarimizdan biri to'pning yo'nalishini o'zgartirishi mumkin edi. Geynrix tomonidan amalga oshirilgan zarbani ko'rdingiz. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda hozircha hisob 0-1. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari g'alaba qozonishmoqda. Birinchi bo'limda ko'proq O'zbekiston terma jamoasining o'yini menga yoqqan edi. Garchi to'p o'tkazib yuborishgan bo'lsa ham. Denisov yaxshi harakat qildi. Lekin Xitoy terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinni ham eslashning o'zi kifoya. 70-daqiqadan boshlab O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'liq tashabbusni o'z qo'llariga olishgan edi va ketma-ket 3 marotaba to'p kiritishga muvaffaq bo'lishgan. O'ylaymizki, bu safar ham futbolchilarimiz ikkinchi bo'limning qolgan vaqtida ana shunday harakat qilishadi. Denisovga to'p yetkazib berildi. Jeparov hozir Vitaliy Denisovga to'pni yetkazib berdi. Denis to'pni o'zida saqlab turibdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Yo'q, hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Aziz Ibragimov Denisovning to'pni bunday oshirib berishini kutmagan edi. Denisov mana shunday vaziyatni yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Aziz Ibragimovning o'zi to'pni so'radi, nimagadir hozir albatta himoyachilar biroz
chalg'itib qo'yishdi. Takoy lavhada ko'rib turibmiz. O'yin qoidasi buzilgan. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Aziz Ibragimov tezlik bilan o'z o'rnini egallamoqda. Karpenko bu safar to'pni yana Denisovga yetkazib berdi. Haydarov, Shatskix, Denisov. Yo'q. Futbolchilarimiz to'pni yo'qotishdi, endi esa orqaga qaytish kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasining 4 futbolchisi oldinga qarab bormoqda. Xavfli vaziyat. Ignatiy Nesterovning mahorati hozir futbolchilarimizni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Qarshi hujumda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari juda ham ajoyib tarzda harakat qila olishlarini ko'rsatishmoqda. Hozirgi vaziyatda biroz kech qolgan edi Nesterov. Umuman Ahmad Al-Musa o'z maqsadiga erishishi mumkin edi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Hozir Ignatiy Nesterov biroz sheriklariga ko'rsatmalar bermoqda. Yosir Al-Qahtoniy ekraningizda. Qaysar Al-Jassim burchakdan to'pni o'yinga kiritib berdi. Futbolchilarimiz to'pni qaytarishdi. Said Hariri, Komil Musa, Qaysar Al-Jassim, Shatskix to'p uchun kurashdi. Endi esa Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni orqaga yetkazib berdi. Darvozabon o'z o'rnini tark etishga majbur edi. Genrix ancha tezlik bilan oldinga qarab borgan edi. Genrix hozir to'pni egallab olish kerak. Yo'q. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari, himoyachilar yaxshi harakat qilishdi. Har ikkala terma jamoa a'zolari biroz charchab qolishgan. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining ajoyib hujumlaridan biri. Ahmad Al-Musa. Hozirgi vaziyatda imkoniyatdan unumli foydalanib, Saudiya Arabistoni terma jamoasi tomonidan uyushtirilgan ana shu kombinatsiyani gol bilan yakunlamoqda. E'tibor bering. Juda chiroyli kombinatsiya va bu kombinatsiyada Saudiya Arabistonining bir nechta futbolchilari ishtirok etishdi. Albatta himoyachilarimiz biroz kamchilikni tashkil etishgan edi. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy to'pni sheriga yetkazib berganligini ko'rdik. Ahmad Al-Musa o'sha zaxiradan maydonga tushirilgan futbolchi Ignatiy Nesterov qo'riqlayotgan darvozaga ikkinchi to'pni kiritmoqda. 2-0. Bilasizmi, hisob o'yinga mos emas. Lekin baribir uchrashuvda g'alaba qozonish uchun ana shunday gollarni kiritish kerak. 75-daqiqada Ahmad Al-Musa o'z hisobiga gol yozib qo'ydi. 2-0 va endi qolgan 15 daqiqa ichida O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga ancha qiyin bo'lishi turgan gap. Albatta Xitoy terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvdagi taktika biroz boshqacharoq ko'rinish olgan edi. Esingizda bo'lsa, Genrix boshqa bir futbolchining o'rniga maydonga tushirilgan edi. Bu safar himoyachini o'rniga Inileyev boshqa bir futbolchini tushirishni afzal deb bildi va himoya chizig'idagi ana shu bo'shliq hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolariga foyda bermoqda. Uyushtirilgan kombinatsiyaga e'tibor bering. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy ajoyib tarzda to'pni sheriga yetkazib beryapti. Ana shu golda ham ishtirok etmoqda. Bu safar to'p darvoza ustuniga tekkan holda darvoza to'ridan joy oldi. Albatta, birinchi bo'limning o'zida bir nechta vaziyatlarni gol bilan yakunlash kerak edi. Futbolchilarimiz endi menimcha ruhan ustunlik Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarida. 2-0. Xuddi Iroq terma jamoasi singari Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir yarim finalga chiqish uchun ancha yaqin turishibdi, lekin o'yin bilan o'yinning ancha farqi bor. Iroq va Vyetnam terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv umuman boshqacha kechgan edi. Pavel Salomin kimning o'rniga maydonga tushadi?
O'zbekiston terma jamoasi a'zolari endi menimcha va-bankka borishsa kerak. Wang Yongchul sariq kartochka ko'rsatdi yana bir futbolchiga. Geynrixga bo'lsa kerak. Chunki Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zosi hozir jarohat olgan ko'rinadi. Takrorlashni kuzatamiz. Mana sizga vaziyat. Yana o'sha Asror Aliqulovni eslashingiz mumkin. Iroq terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda. Shunday vaziyatlarda haqiqiy tajribali futbolchilarga xos tarzda harakat qilish kerak. Pavel Salomin hozir maydonga tushirildi. Albatta hozir biz aniqlik kiritamiz qaysi futbolchi o'rniga. Aziz Haydarov o'rniga Salomin maydonga tushirilmoqda. Endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari albatta o'yinni cho'zishga harakat qilishadi. Geynrix to'pga hozir jon jahdi bilan tashlangan edi. Darvozabon hozir ancha xavfli tarzda harakat qilganligiga e'tibor bering. Yosir Al-Musaylim O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Jeparov, Salomin, Denisov. Yo'q, hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zosi to'pga biroz kech qoldi. To'p oldinga qarab yetkazib berilganligini ko'rdik. Birozgina Denisovning zarbasi ancha kuchliroq chiqdi va endi hujumni yana qaytadan boshlash kerak. Yana O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Karimov, Nikolayev, Karimov, Nikolayev. To'p oldinga yetkazib berildi. Haydarov hozir Shatskiy to'pni tepdi. Yo'q, hozir Salomin, Haydarov o'rniga tushgan Salomin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hujumchilarga yordam beryapti. Demak, 3 ta hujumchi maydonda harakat qilmoqda. Shatskiy bugun Maksim Shatskiydan ochiqchasiga omad yuz o'girdi va Shatskiyning haqqli ravishda kiritilgan goli inobatga olinmadi. 81-daqiqa o'tib bormoqda. Saudiya Arabistoni va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda hisob 2-0. Julio Cesar dos Anjos yarim finalga chiqish uchun ancha yaqin turibdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Julio Cesar dos Anjosda yana 2 ta futbolchini almashtirish imkoniyati bor. Geynrix yordamchi hakam o'z bayrog'ini ko'tarib turibdi va hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida o'zgarish bo'lsa kerak. 11-raqamda Saad Al-Harti hujumchi maydonga tushirilyapti. Jeparov jarima to'pini amalga oshirib beradi. To'p tepib berildi. Xavfli vaziyat va gol! Gol! O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Salomin hisobdagi farqni qisqartirmoqda. Hozir jarima to'pi amalga oshirilgandan so'ng futbolchilarimiz to'p uchun kurashni davom ettirishdi. Darvozabon to'pga chiqishda biroz xatolikka yo'l qo'ydi va Pavel Salomin bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'llamoqda. Salomin o'z hisobiga bitta gol yozib qo'ydi. Mana e'tibor bering, darvozabon to'pga chiqishda xatolikka yo'l qo'ydi va bu imkoniyatdan Salomin unumli foydalanmoqda. 2-1. Endi albatta O'zbekiston terma jamoasi a'zolari e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Xayrulla Karimov bu vaziyatda to'pni bosh bilan raqib darvoza tomon yo'naltirgan. Hattoki mana himoyachilarimiz ham hujumga yordamga yetib kelishgan. Bu esa o'z samarasini berdi. Hali yana 10 daqiqa vaqt bor. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari hisobni tenglashtirish uchun astoydil harakat qilishlari kerak bo'ladi. 2-1. Demak, hali vaqt bor.
Hozir o'zbekistonlik futbolchilar yana to'pni egallab olishdi. Jeparov to'pni oldinga yetkazib berdi. Geynrixga to'p yetib kelgani yo'q. Qolgan vaqt mobaynida futbolchilarimiz so'nggi imkoniyatlardan foydalanish kerak. Yo'q, hozir to'p Salominga yetib kelmadi. Pavel biroz oldinroqqa o'tib ketgan edi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana to'pni egallab olishdi. Said Hariri to'p jarima maydonchasi ichida, Ignatiy Nesterov osonlik bilan to'pni egallab oldi. Tezroq to'pni o'yinga kiritish kerak. Uchrashuvning so'nggi pallalarida qanday bo'lmasin hisobni tenglashtirishga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi imkoniyat. Geynrix to'pni tepish kerak va bu safar ham to'p darvoza ustuniga tegmoqda. Hujum davom etadi. Shatskix himoyachilar to'pni qaytarishdi. E'tibor bering. Aleksandr Geynrix ajoyib tarzda harakat qila oldi. Yana o'sha darvoza ustuni. Darvoza ustuni O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini yaxshi ko'rib qolganga o'xshaydi. Mana e'tibor bering. Darvozabon to'pga tashlanishda kech qoldi. Geynrixning zarbasiga e'tibor bering. Nahotki to'p darvoza to'ridan o'rin olmasa. Burchakdan to'p o'yinga kiritib berildi. Shatskix. Yana bir zarba. Hujum davom etadi. Hozir Jeparov zarbani amalga oshirgan edi. Ikki himoyachi orqada qolgan va Denisov to'pni hozir Nesterovga yetkazib berdi. Yana Denisovning o'ziga to'p qaytarildi. Yana Nesterov hujumni davom ettirsa bo'ladi. Albatta imkoniyat bor. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Karpenko to'p chap qanotga yetkazib berildi. Salomin yo'q, to'p uchun kurashda hozir to'p Salominning oyog'iga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. 3-raqamda Osama Xavsaviy ancha hozir ehtiyotsizlik bilan harakat qilgan edi. Julio Cesar dos Anjos tinimsiz harakatda qandaydir ko'rsatmalar bermoqda. Darvozabon to'pni o'yinga kiritib beradi. Futbolchilarimiz ana shunday tarzda o'yin sur'atini ushlab turishlari kerak bo'ladi. Nikolayev to'p uchun kurashda. Denisov, Jeparov to'pni kimga yetkazib beradi? To'p chap qanotga yetkazib berildi. Hujum davom etadi. Geynrix futbolchilarni aldab o'tishi mumkin. To'pni sherigiga hozir qoldirdi, lekin himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishmoqda. Ketma-ket hujumlar. Geynrixning zarbasi mo'ljalga aniq bormadi. Denisov, Jeparov, Geynrix, Denisov. Xavfli vaziyat. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Zarbani kim beradi? Inomov futbolchilarni aldashga kirishib ketdi. Yonsiqdan to'pni O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yinga kiritib berishadi. Aziz Ibragimov Yonsiqdan to'pni tashlab bersa kerak. To'pni hozir jarima maydonchasiga ichiga yetkazib beradi. Geynrix himoyachilar to'pni qaytarishdi. Yana Maksim Shatskix. Maksim Shatskix bu vaziyatda o'yin qoidasini buzgan deb topilmoqda. Biroz kech qolyapti Maksim to'pga hozir. Albatta biroz avvalroq harakat qilganda takroriy lavhani ko'ramiz. Bir ozgina to'pga kech qolganligini ko'rib turibmiz. Mana Maksim Shatskix vaqtliroq harakat qilish kerak edi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. O'yin qoidasi buzildi. Uchrashuvning so'nggi pallalarida Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'zlarida saqlab qolishga harakat qilishmoqda. Rauf Inileyev, Mirjalol Qosimov O'zbekiston terma jamoasi a'zolarida xavfli vaziyatlar sodir etish borasida ancha katta ustunlikni ko'rib turibmiz. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari esa imkoniyatlardan unumli foydalanishmoqda. Nesterov to'pni egallab oldi. Tezlik bilan to'pni o'z sherigiga yetkazib berish kerak. Oldinga hujum chizig'ida harakat qilayotgan futbolchilar sari to'p yo'llandi. Geynrix to'p uchun kurashda. Endi esa himoyachilarimiz hozir juda Xayrullo Karimov to'pni darvozabonga yetkazib berdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Karimov bu safar Inomovni oldinga qarab boshlamoqda. To'p yana oldingi chiziqqa yetkazib berildi. Yo'q, himoyachilar yaxshi harakat qilishyapti. To'p uchun kurash davom etadi. Aziz Ibragimov, Geynrix. To'p jarima maydonchasi ichida. Denisov to'pni biroz o'tkazib yubordi.
To'pga yetib keldi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni o'zlarida saqlab turishdi. Nikolayev. Yo'q, yana xato. Karpenko xatolikka yo'l qo'ydi. Denisov. Tezroq harakat qilish kerak, uchrashuvning vaqti o'tib bormoqda. To'p chap qanotga yetkazib berildi. To'p jarima maydonchasi ichida, himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Yana bir imkoniyatga hozir O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ega bo'lishgandi. Karpenko yana xatolikka yo'l qo'ymoqda. Nesterovning o'zi yonchiqdan to'pni tashlab bersa kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasi tarkibida yana bir o'zgarish bo'ladi. Vaqtdan yutish uchun ana shunday qarorga kelinmoqda. Nihoyat Omar Al-Gamdini biz ko'rib turibmiz. Omar Al-Gamdi maydonga tushirilmoqda. O'sha Saudiya Arabistoni terma jamoasining eng tajribaliroq bo'lgan futbolchisi. Hozir himoyachilar yana to'pni qaytarishdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Jeparov to'pni o'z sherigiga qoldirdi. Genrixga nisbatan o'yin qoidasi buzildi va endi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari jarima to'pi tepish huquqiga ega bo'lishyapti. Uchrashuvning vaqti esa o'tib bormoqda. Said Hariri balki hozirgi imkoniyatdan foydalanib Said Hariri sariq kartochka olgan. Aynan ana shu futbolchi o'rniga Omar Al-Gamdi maydonga tushirilmoqda. Saudiya Arabistoni terma jamoasining eng tajribali futbolchilaridan biri. Seriver Jeparov bu pallada jarima to'pini amalga oshiradi. Maksim Shatskixdan biz gol kutib qolamiz. Uchrashuvning so'nggi pallalari. Jeparov to'pni yetkazib berdi. Yo'q. Biroz kuchliroq tarzda Seriver to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib bergan edi va darvozabon to'pni egallab oldi. Mana endi hozir Saad Al-Harti maydonga tushirilsa kerak. To'p hozir maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yonchiqdan to'pni tashlab berishadi va yana bir necha daqiqa vaqtdan yutish imkoniyatlari bor. Yosir Al-Qahtoniy o'rniga maydonga Saad Al-Harti tushirilmoqda. Demak, hujumchi o'rniga hujumchi tushirildi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi muxlislarining quvonchi cheksiz. 2-1 hisobi hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasini yarim finalga yaqinlashtirmoqda. Yosir Al-Qahtoniy juda ham yaxshi harakat qildi. Endi esa tezlik bilan to'pni o'yinga kiritish kerak. Yonchiqdan to'p tashlab berildi. Futbolchilarimiz to'pni qaytarishdi. Salomin to'pni to'xtatib qolish kerak edi. Uzoq masofadan berilgan zarba noaniq. Ignatiy Nesterov hozir shoshilmoqda. Juda ko'pchilik bo'lib, Viktor Karpenko ham oldinga qarab bormoqda. Hujumda harakat qilish kerak. Yordamchi hakam qancha vaqt qo'shgan ekan? Hozir albatta namoyish etiladi. 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Nesterov tezlik bilan to'pni o'yinga kiritib beryapti. To'p uchun kurash. Hozir futbolchilarimiz Aziz Ibragimov to'pga yetib kelish kerak. Aziz Ibragimov to'pni o'zida saqlab qoldi, lekin yonchiqdan Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishadi. 91-daqiqa vaqt o'tib boryapti. Julio Cesar dos Anjos katta hayajonda. Har ikkala terma jamoa a'zolari charchab qolishgan. Hozir Karpenko to'pga birinchi bo'lib yetib keldi. Tezroq to'pni oldinga qarab yetkazib berish kerak. Salomin. Yana Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari. Karimov. O'yin qoidasi buzildi. Bu safar kim aybdor? Va Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir jarima to'pini amalga oshirsa kerak. Takroriy lavhani ko'ramiz. Ahmad Al-Musaga nisbatan Xayrullo Karimov ana shunday tarzda harakat qilgan. Vaqt esa o'tib bormoqda. Takroriy lavhani ko'rib turibsiz. Baribir birinchi bo'limda futbolchilarimiz ancha yaxshi harakat qilishgan edi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari endi biroz vaqtdan ham yutishadi. To'p orqaga yetkazib berilyapti. Denisov to'p uchun kurashda yaxshi harakat qildi. To'pni egallab oldi. Va hozir o'z sherigiga to'pni yetkazib bermoqda. Oldinga, faqat oldinga. Ibragimov jarima maydonchasi ichiga kirib borish kerak.
Aziz Ibragimov ham charchab qolgan ko'rinadi. Oddiy vaziyatda to'pni yo'qotib qo'ydi. Hech ikkilanmasdan turib jarima maydonchasi ichiga kirib borsa bo'ladi. Endi esa orqaga qaytish kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Darvozabon yaxshi harakat qilyapti. 17-raqam ostida harakat qilayotgan Taysir Al-Jassim bu safar ham hozir juda ham yaxshi imkoniyatdan foydalana ololmadi. Bir o'zi bir nechta futbolchilarning orasidan o'tib ketganligini ko'rdik. Lekin Ignatiy Nesterov ham yaxshi harakat qildi. Albatta futbolchilarimiz diqqat e'tiborni hujumga qaratishgan. Uchrashuvning vaqti esa o'tib boryapti. Yana o'sha Janubiy Koreyalik hakam Kwon Yong-chul hakamlik qilayotgan uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari mag'lubiyatga uchrashmoqda. Nihoyat Kwon Yong-chulning pushtagi chalindi. Saudiya Arabistoni va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari 2-1 hisobida g'alaba qozonib, yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Lekin nima ham deymiz, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bugun yomon o'ynashmadi. Faqatgina o'sha xavfli vaziyatlardan raqib darvozasiga to'p kiritish borasida O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga omad kulib boqmadi. Bu futbol albatta Rauf Inileyevni ham tushunsa bo'ladi. Qadrli futbol muxlislari, ana shunday ayanchli daqiqalarda albatta biz sizlar bilan xayrlashishga majbur bo'lamiz. Maksim Shatskix nima bo'lganda ham ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslarida juda ham yaxshi harakat qila oldi deb ayta olamiz. Julio Cesar dos Anjos esa ancha xursand. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yarim finalga chiqishga haqli edilar. Lekin nima ham deymiz, bu futbol Aziz Ibragimovdan ham, Maksim Shatskixdan ham juda ko'p marta omadsiz o'g'irdi. Darvoza ustunini menimcha futbolchilarimiz endi ancha vaqtgacha yoddan chiqarishmaydi va Maksim Shatskix tomonidan kiritilgan golni mana shu hakam hisobga olmadi. Qadrli futbol muxlislari, hali Osiyo kundaligi efirga uzatiladi. Biz esa sizlar bilan aynan ana shu pallalarda xayrlashib qolamiz. Rejissor Jamoliddin Bobojonov, sharhlovchi Murodjon Rizayev. Mana shunday bahslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.